90% sayohatlarim tekinga tushadi. Mutlaqo. Ha, mana 14 ta mamlakatni 14 tasiga ham kamida bir marotabadan tekinga borganman. Bitta video 60, adashmasam hozir 80 ga yaqinlashdi, 80 mingta obunachi keltirgan bitta video. 5 ta kamida sun'iy intellektdan foydalanaman. Usiz nima desa bo'ladi? Ya'ni tosh davriga qaytib qolamiz. Do'st olish uchun ya'ni robot deb belgilab, rasmdagi o'sha yozuvlarni topadigan joylar o'sha qaysidir kitobdagi o'chib ketgan joylarmi? O'sha shunaqa joylari. Va sayohatga chiqayotganda o'zbekistonliklar eng ko'p yo'l qo'yadigan xatolar qaysilar? Va borgandan keyin yodagi vaziyatni ko'rib yoqib ushlab qolishadi, chunki mendan xafa bo'lishmasin, lekin hech qachon olmayman. Birga ham ko'rganmiz-ku, talab tashlashganmizni, hattoki Istanbul aeroportida asosan bunaqa vaziyat. Eng yomoni nima demoqchiman? Bunga aviakompaniyalarimiz, aeroportlarimizni o'zi ham yo'l qo'yib qo'yganda. Agarda ular yaxshilab oyoqtirab turib olishsa, bunaqa vaziyatlar bo'lmaydi. Oxirgi vaqtlarda samolyotlar bilan bog'liq aviahalokatlar ko'paygani uchun bu tarafini ham o'ylash kerak. Endi xavfiga keladigan bo'lsak, to'g'ri, xavfi bor. Juda shubhali. Eng qizig'i, chegarachilarning yonida ham qo'rqmasdan shu ish qilishadi bular. Hamma bilib turadi demak. Ha, hayron qolaman. Eng xavfli shaharlardan bittasi. Shular tomonidan sodir etiladi o'g'riliklar, qotilliklar ba'zi vaziyatlarda. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, podkastimizning navbatdagi soni efirda. Bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda podkastlar shunaqangi ko'payib ketdi. Turli mavzularda, turli shaxslar bilan mana shunaqa suhbatlar olib borilyapti, lekin biz boshida va'da qilganimizdek o'z sohasining eng zo'rlari bilan sizlarga foydali bo'ladigan suhbatlarni taqdim etib borish harakatidamiz va xullas bugungi podkastimizdan ikkita muhim foyda olishingiz mumkin. Birinchisi, ijtimoiy tarmoqda, Instagramda auditoriyani qanday qilib qisqa muddatda tez ko'paytirish mumkin. Mana shu savolga ham javob olasiz va ikkinchisi, sayohatga chiqqanda nimalarga e'tibor berish kerak va arzon, xavfsiz sayohat qilish uchun nimalar qilish kerak degan savolga ham bugungi podkastimiz orqali javob olishingiz mumkin bo'ladi. Gapni cho'zmaymiz, bugungi suhbatdoshimiz, bugungi mehmonimiz taniqli telejurnalist, bloger va ijtimoiy tarmoqlarda, aynan Instagramda salkam 1,5 million obunachisiga ega bo'lgan Sayohat TV travel blogi asoschisi Jaloliddin Mirzayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xursandman, taklif uchun rahmat. Sayohat TV 1-2 yil bo'lmadi hali adashmasam, Sayohat TV blogi ochilgan. 1,5 yil bo'ldi desak bo'ladi. Juda ham havas qilsa arziydigan natijalar bor. Ya'ni auditoriya nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, Instagramni o'zida 400 mingdan oshibdi, salkam 500 mingga yaqinlashibdi. Bu hech qanday nakrutkasiz живой auditoriya. Va TikTokda esa salkam 200 mingga yaqinlashib qolibdi. Yo'q, TikTokda shiddat bilan zo'r ketayotganda, bloklangan bo'lsa ham, lekin baribir bloklanganligi o'zining ta'sirini o'tkazdi va Instagram algoritmi bir o'zgardi. Sezgan bo'lsangiz, Reels'lar paydo bo'lishidan oldin lentada paydo bo'lib, ya'ni siz yangi video qo'ygan bo'lsangiz, men sizga obuna bo'lmagan bo'lsam, sizning videongiz menda chiqib qolmasdi o'zidan o'zi. Ya'ni Instagramda oldin mashhur bo'lib ketish biroz qiyinroq edi. Keyinchalik TikTokka o'xshab formatini o'zgartirdi, algoritmlarni, Reels'ni qo'shdi. Ya'ni Reels'larda har kuni kirib odamlarga butun dunyoda yoki O'zbekistonda yoki qanaqadir Toshkentda yoki qanaqadir bitta hududda mashhur bo'lib ketgan videolar chiqib kelyapti lentada. Ketma-ket. Aynan shu tizimdan keyin TikTok o'z kuchini yo'qotdi. Chunki odamlar xuddi shu maqsadda TikTokdan foydalanardi. Instagramda ham shu funksiya joriy etilgandan keyin Instagramga o'tib odamlar TikTokdan sekin-sekin voz kechishdi. Lekin hali ham bo'lar bo'lmas to'g'ridan-to'g'ri efirlar, battlelar TikTokda bor. Shular ushlab turibdi. Faqat shu odamlar o'ralashib yurishibdi, lekin qanaqa video qo'ysak ham unaqa oldingidagi natija ko'rsatmayapti TikTok. O'zim ham qo'yib ko'rdim, yaxshi emas. Turli xil o'sha e'tibor tortishi mumkin bo'lgan, yaxshi ko'rilishi mumkin bo'lgan 4 tami 5 ta video qo'yib ko'rdim oxirgi 3 oyda. Foydasi yo'q, oxiri kirmay ham qo'ydim, to'g'risi. Va Instagramga to'xtaladigan bo'lsak, 0 dan ochilgandi va ana shu Sayohat TV blogini endi yurg'izish boshlaganingizda, endi obloshkalarni qo'ygan paytingizda ham siz bilan bu mavzuda suhbatlashgandik. Hozir qisqa muddat ichida auditoriyasini kengaytirmoqchi bo'lganlar ko'p. Ularga qanaqa tavsiyalar berasiz? Siz nimalarga amal qildingiz va yoki kimlardan tavsiya oldingiz? Qanday bir o'ziga xos algoritmlardan foydalandingiz obunachilarni ko'paytirish uchun? Xo'p, birinchi navbatda o'zi auditoriyani aniqlash kerak. Endi bu narsani esingizda bo'lsa, jurnalistika to'garaklarida dars berib yurgan vaqtlarimizda ham aytib kelardim. Ya'ni qanaqa, bu 5-6 yillik gap, bizdan oldingilar ham aytgan, bizdan keyingilar ham aytadi. Yo'nalishni, o'zingiz qiziqqan yo'nalishni kimga bera olishingizni aniqlamaguningizcha, ya'ni sizni ma'lumotlaringizni kim ko'rishini aniqlamaguningizcha boshlash foydasiz.
Chunki siz masalan aytaylik, endi misol uchun futbol yo'nalishini boshlasak, futbolni har xil odam ko'rishi mumkin. Yoshlar ko'rishi mumkin, mahalliy futbolga qiziqadiganlar ko'rishi mumkin, xorijiy futbolga qiziqadiganlar yoki Abduqodir Husanovga qiziqadiganlar ko'rishi mumkin. Yoki balki shunchaki fintlarga qiziqadiganlar, ya'ni uni ham yo'nalishi bor. Shunchaki qamrovni keng olib yuborish kerak emas, menimcha. Aynan shu fikrni o'rtaga tashlab, men o'zi endi har xil yo'nalishga qiziqaman. Ya'ni IT yo'nalish o'z yo'licha ketyapti hali ham, lekin yana bir qiziqqan yo'nalishim bor edi. Bu geografiya, umuman mamlakatlar, sayohat. Qarab chiqdim, sayohat yo'nalishida faoliyat yuritadigan blogerlar juda ko'p edi. Ya'ni o'sha vaqtning o'zida ham 5-6 ta sanarli bor edi. Ya'ni men birinchisi emasman bu yo'nalishda. Mendan 5-6 yil avval O'zbekistonda faoliyatini boshlagan travel blogerlar bor. Keyin qaradim, ba'zilari sekin suslashgan faoliyati. Va ba'zilar qanaqadir ma'noda men o'ylab yurgan ishni amalga oshirishmayapti. Ya'ni men bermoqchi bo'lgan kontentlarni qilishmayapti. Va shartta shu yo'nalishga kirib ketdim. Va bu yo'nalishga kirib sekin faoliyatni aktivlashtirgandan keyin sayohat yo'nalishini boshqalar ham ko'rib, sekin-asta bu yo'nalishda ham, ya'ni men qilib yurgan videolarni ham boshqacharoq shaklda qilishni boshlashdi va boshqa mendan oldingi boshlaganlar ham aktivlashishdi. Ya'ni ularga ham qanaqadir turtki bo'ldim va bundan tashqari endi hammasiga men sababchiman demayman, O'zbekistonda sayohat yo'nalishi ancha rivojlandi. Ya'ni odamlarda sayohat qilish immuniteti shakllanish boshladi. Mana o'zingiz bir yilda necha marta sayohatga chiqasiz? Kamida 3, 4, 5 marta kamida. Tasavvur qiling 5 yil oldin. 5 yil oldin bir yilda bir marta chiqsak, do'ppimizni osmonga ko'tardik. O'shanda ham ish bo'yicha amallab chiqib kelinardi. Xuddi shunaqa. Masalan, oila a'zolarimda ham, qarindosh urug'larimda ham surishtirsam, bitta oilada kamida bitta odam bir yilda 1-2 marotaba safarga, hech bo'lmasa dam olishga, hech bo'lmaganda qo'shni mamlakatlarga chiqib kelyapti. Lekin 5-6 yil avval bu biz uchun orzu edi. Shaxsan o'zim 2019-yilda sayohat qilishni boshlaganman. Ya'ni nima demoqchiman? Bu yo'nalish juda ham zo'r rivojlanyapti. O'zbekiston uchun yangi yo'nalishlar ochilyapti, yangi mamlakatlar va shuni ortidan qiziquvchilar ham o'z-o'zidan tomosha qilishni boshlashyapti. Qanaqa reels joylasak ham sayohat yo'nalishida odamlar qiziqyapti, o'sha orqali o'rganyapti va hozirgi kunga kelib travel blogerlarning soni O'zbekistonda menimcha bir 50 ga yaqin. Lekin o'sha davrda 5-6 ta edi. Hozir 50 ga emas edi. Yo'q. Hozir 50 ga yaqin. Va aytaylik, hozir o'sha avtoblogerlar ham yoki masalan lifestyle faoliyatini yuritadiganlar ham yoki bo'lmasa aytaylik taom pishiradiganlar ham, hazil videolarni, vaynlarni oladiganlar ham sayohat yo'nalishiga kirib ketgan. Bilasiz-ku? Aralashtirib olishdi. Ya'ni hamma sayohatga chiqsa, travel blogerlikka aylanyapti. Bu yaxshi. Ya'ni qanaqadir ma'noda nima desa bo'ladi? Raqobat kuchayapti, sog'lom raqobat va odamlarda ham tanlash imkoniyati ortib boryapti. Lekin shunaqa bo'lsa ham, hozir yo'nalishni o'zgartirib turibman. Ya'ni qarayapman, hamma bir xil yo'nalishdan ketayotgan bo'lsa, ya'ni boshqa 10 ta odam ham, 10 ta bloger ham bir xil video qilayotgan bo'lsa, sekin boshqacha shakldagi videolarni berishni boshlayapman. Ya'ni boshqacha qilib auditoriyani, ya'ni yangi auditoriyani yig'masak, qotib qolsak, biz ham o'sha 5-6 yil oldin qotib qolgan travel blogerlarning safiga tushib qolishimiz mumkin. Misol uchun. Tushunarli. Va aytmoqchisizki, umumiy hozirgi fikrlaringizdan kelib chiqib, Instagramda blog yuritmoqchi bo'lganlar yoki o'sha auditoriyasiga kengaytirmoqchi bo'lganlar, eng avvalo auditoriya kim o'zi, kim tomosha qilyapti, yo'nalishni aniqlashtirib olish kerak, bo'lmasa juda qiyin bo'ladi, foydasi yo'q demoqchisiz. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, oldin shunaqa aytardim. Endi kichkinagina o'quvchilarimiz ham bo'lardi, sizda. Jurnalist maktabda. Ularga tushuntirardim. Bitta xonaga kirding, xonaga kirganda aytaylik, o'rindiqlar turibdi, har xil o'rindiqlar. Va har xil o'rindiqlarni bittasiga yozib qo'ygan avto, bittasiga yozib qo'ygan moto, bittasiga IT, bittasiga yana travel shunaqa yo'nalish yozib qo'ygan va har bitta o'rindiqda har xil odamlar o'tiribdi. Bittasida 2 ta odam o'tiribdi, bittasida odam yo'q, bittasida 3 ta odam o'tiribdi. Aynan shunga o'xshab xona bu O'zbekiston internet uznet desak, kirganda o'shani aniqlashimiz kerak. Qaysi o'rindiq bo'sh? O'sha o'rindiqni borib egallashimiz kerak. Agar qaysidir o'rindiqda, qaysidir shu yo'nalishni egallab o'tirgan odam bo'lsa, misol uchun IT yo'nalishda. Hozir IT gigantlar bor, blogerlar. Ular o'tiribdi. Ular yaxshigina joylashib olishgan. Sizni ko'zingiz yetsa, agar shu o'rindiqdan shu odamlarni tushirib yuborishga ko'zingiz yetsa, shu yo'nalishga kirishingiz kerak. Ya'ni raqobatga tayyor bo'lsangiz. Agar yo'q, ularni fonida qolib ketaman desangiz, shunga yarasha auditoriyaga ega bo'lasiz. Shu narsani inobatga olish kerak birinchi navbatda. Undan keyin kontent qanaqa bo'ladi, qanaqa kontent qachon joylayman, qanaqa shaklda joylayman keyin o'ylaymiz. Birinchi navbatda o'zingizning salohiyatingiz yetadigan darajada, masalan aytaylik, siz huquqshunoslik bo'yicha yoritmoqchisiz, misol uchun, agar huquqshunoslik bo'yicha siz ertaga juda bir qaltis vaziyatda ham
hattoki bir sud jarayoni boshlanib ketsa ham, o'sha jarayonda ham siz yutib chiqadigan darajada bilimlarga ega bo'lmasangiz, shu yo'nalishda bloglarni boshlamagingiz ma'qul. Ertaga kimdir sizni uyaltiradi. Masalan, qanaqadir bir savol berib, masalan, aytaylik, sayohat yo'nalishida menga qanaqadir bir elementar savolni berib qo'ysa, O'zbekistonni misolcha aytamiz, O'zbekistondan Nikaraguaga to'g'ridan-to'g'ri reys bormi deb savol bersa, men ha deb javob berib qo'ysam, adashgan bo'lsam, bu men uchun juda katta uyat va men travel blogerligi bilan shug'ullanmaganim ma'qul. Aynan mana shunaqangi mayda-chuyda savollarni bilmasam. O'zingiz uchun va uni kuzatib turgan auditoriyani ham ishonchini qozona olmaymiz. Shunaqa. Tushunarli. Va eng menimcha og'riqli savol bo'lsa kerak Instagram borasida siz uchun. Birinchi 10 ming obunachini yig'ish qanchalik mashaqqatli bo'ldi? Va mana shu davrda o'zi bu yo'nalishga kirishim kerakmi yo'qmi degan savollar paydo bo'ldimi o'zida? Yo'q, bo'lgan. Menimcha hammada bo'ladi. Sizda ham bo'lgan bu narsani yig'ishtirib tashlagan vaqtlar bo'ladi. Kerakmi shu menga? Orada bo'ladi bir-ikki qisqa tanaffuslar, lekin o'sha qisqa tanaffus katta bo'lib ketsa, bo'ldi, sinasiz. Shuning uchun taslim bo'lish kerak emas. Ya'ni nima demoqchiman? O'zimni shaxsan 10 mingta kuzatuvchiga ega bo'lgunga qadar taxminan 5-6 oy o'tgan. Ya'ni 5-6 oy ichida qaysidir videom 10 mingta ko'rilsa, sanab o'tirardim. Har bitta izohni o'qib, javob berib, har bittasini qo'llab-quvvatlab, nima desa bo'ladi? Har bitta narsaga, mayda narsaga ahamiyat berib o'tirardim. Tiq etsa, kirib titib, qanaqa ko'rildi video, qanaqa ko'rildi. Aynan mana shunaqa vaziyat bo'lardi. Lekin bu tabiiy hol menimcha, lekin keyinchalik qaysidir video o'z-o'zidan topga chiqib ketib qoladi. Ya'ni, masalan aytaylik 100 ta video joylansa, qaysidir 100 taning ichida 99 tasi ko'rilmasligi mumkin, lekin bittasi uchib ketib, o'shaning orqasidan yaxshigina obunachi kelishi mumkin. Shaxsan o'zimda bitta video 60, adashmasam hozir 80 ga yaqinlashdi, 80 mingta obunachi keltirgan bitta video. Bitta video. Tasavvur qilyapsizmi? Bitta video. Prosmotrlar qancha bo'lgan videoni? Ko'rishlar soni adashmasam bir 6-7 million adashmasam. Juda ko'p emas, ya'ni bir 20-30 million emas, lekin shuni o'zidan asosiy bir 5 dan 1 qism auditoriya ham yig'ilib qolgan. Shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin istalgan odam bilan. Sirli holatlar haqidagi video emasmidi? Qaysi video edi? Bu yer sharini boshqacha ko'rinishi haqida, ya'ni yer shari mana shunaqangi ko'rinishga ega ekanligini bilarmidingiz, ko'rsatganman va u okean tarafdan ko'rilganda yerga, globusga qarasangiz, to'liq suv bilan qoplangan, quruqliksiz yer shari degan video edi, xullas, bir tarafi. Aynan shu videoni joylaganim, endi bu ham 1-2 haftada bo'lib ketmagan. Hozirgi kungacha haligacha tomib turadi odamlar. Bu qanaqadir ma'noda juda ham xursand qiladi. Bunga o'xshash videolar bor. Va aynan shu videoni qanaqadir bir bilmadim, ilohiy kuchi bormi dedimda, qayta joylab ko'rdim boshqa profilga. Yaxshi obunachi chiqdi yana. Yana. Bir daqiqa. Bu yer sayyorasi desam ishonasizmi? To'g'ri qaysidir qit'ani olib tashagandagi ko'rinishi deyishingiz mumkin. Yo'q, unaqa emas. Bu haqiqatdan ham tabiiy ko'rinish. Taxminan mana shu ko'rinishi. Hozir ko'rib chiqamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yib, ekranga 2 marta urib qo'yishni unutmang. Ekraningizni sindirib qo'ymang. Bu Shimoliy hamda Janubiy Amerika. Bunisi Yevropa va Afrika, Osiyo hamda Avstraliya. 7-qit'a esa Antarktika. Biz asosan sayyoramizni mana shu rakurslardan ko'rishga odatlanganmiz. Lekin globusdan Tinch okeanini topib, mana shunday ko'rinishda unga qarasak, minimal darajadagi quruqlik va maksimal darajadagi suvga ko'zimiz tushadi. Xuddi yerda quruqlik deyarli yo'qdek. Aslida ham yer yuzasining katta qismini dunyo okeani egallaydi. 70.8%. Quruqlik esa 29.2%. Shu sababdan ham sayyoramizda hali o'rganilmagan nuqtalar juda ko'p. Masalan, yerdagi eng chuqur joy, dengiz sathidan deyarli 11 kilometr pastda joylashgan Mariana botig'i. U haqida keyingi videolarda batafsil to'xtalamiz. Bitta gap aytaman, kanalda bundan ham qiziqarli geografiya, sayohatga oid dahshat videolar bor. Xullas, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyin tushuntiraman. Men bu savol bekorga so'raganim yo'q, chunki o'zim shaxsan guvohman. Endi 5-6 oyligi esimda yo'q edi, lekin eslayman, kamida 2-3 oylar shu zo'r misol uchun millionlab ko'rishga arziydigan kontentlarni mehnat qilib qo'yardingiz, lekin uchmasdi. Yo'q, podpischigingiz, obunachilaringiz 5000, 6000 bo'lib turaverganda ko'rganman. Lekin haligacha bu narsa aktual, ya'ni qanaqa obunachi rol o'ynamaydi Instagramda. Instagramda ayni kunlarda shunaqa, ya'ni obunachim hozir 440 mingga yaqinlashgan bo'lsa, 440 mingta desam, 440 mingta odam ko'rmaydi video joylasam. Ba'zi videolarni 20 mingtagidan odam ko'radi. U obunachidan nima desa bo'ladi? Obunachiga bog'liq narsa emas.
Ya'ni qanaqa? Bu narsani yana bir marta qisqa sodda qilib tushuntiraman. Endi uni ko'pchilik bilib ulgurdi. Masalan, bitta video joyladingiz. 10 ta kuzatuvchingiz bor. 10 ta kuzatuvchingizni masalan 10 tasiga tavsiya qildi videoni. Yoki bo'lmasa, mayli bittadan boshlaylik. Yangi akkaunt ochdingiz, bittagina kuzatuvchingiz bor va bitta videoni joyladingiz. O'sha videongiz davomiyligi 1 daqiqa. O'sha bitta kuzatuvchingiz, bitta obunachingiz videongizni 1 daqiqa to'liq ko'rsa, 100% ko'rilgan hisoblanadi. Instagram avtomatik tarzda aniqlaydi. Ha, demak, buni videosi qiziq odamlarga, oxirigacha ko'rishyapti deydi. Va u keyin boradida 2-3 ta odamga tavsiya qiladi. Agar o'sha 2-3 ta odam ham haqiqatan videoni to'liq 1 daqiqa yoki bo'lmasa hech bo'lmasa 30-40% ni ko'rsa, Instagram yana algoritm ishlashni boshlaydi. Ha, demak, boshqa begona odamlarga tavsiya qildim, ularga ham qiziq bo'ldi. Demak, haqiqatan bu videoda nimadir bor deydi. Keyin sekin-sekin 10 ta, 20 ta, 30 ta, 40 ta, 1000 ta qilib tavsiya qilishni boshlayveradi, yoyadi. O'zingiz auditoriyangizga va tashqaridagi auditoriyaga. Ha, birinchi o'zingiz auditoriyangizga tavsiya qilib ko'radi videoni. Agar o'zingiz auditoriyasi yaxshi hazm qilsa, keyin boshqalarga. Endi agar shu joyda masalan aytaylik 1 milliard obunachingiz bor, tasavvur qiling, misol uchun. Bo'lsin iloyim. Videongiz, ha. Hech kimda yo'q unaqa auditoriya, endi bo'lsa-da, misol uchun. Masalan, kimgadir bitta odam yo'lidan, masalan, siz video joylaysiz, yo'lingizdan men chiqdim, videongizni ko'rdim. Birinchi soniyada o'tkazordim. Yana 2-3 ta odamlar ko'rdi, birinchi soniyadan o'tkazoldi, bo'ldi. O'sha siz auditoriyangiz ichida ham yaxshi obro' qozonmaydi bu video. Eng pastga tushib ketib qoldi. Ha. 20 mingta, 30 mingta ko'rsatib qo'yadi. Endi bu narsani nimaga olib boryapman? Yangi akkaunt ochganda nakrutka qilib qo'ysangiz, botlar bilan to'ldirib qo'ysangiz, obunachilaringiz 10 mingta, masalan, yangi akkaunt ochdingiz kecha, bugun 10 mingta obunachingiz bor, botlar bilan to'ldirgansiz. Va video joylayapsiz, botlar tabiiyki videoni ko'rmaydi, to'g'rimi? O'lik akkaunt. Tabiiyki videongiz uxlab yotaveradi. Qachon ko'tariladi, qachon ko'rilarkan deb. Bu tashqaridagi kuzatuvchilarga ham ko'rinmaydi. Chunki yetib borishi mumkin bitta, ikkita, lekin Instagram bu narsani hammaga keng yoymaydi. Sababi o'zingizni auditoriyangizni, ya'ni sizni 10 mingta obunachingiz o'lik, ya'ni botlar, ular videoni ko'rib hazm qilmaydi, like bosmaydi, izoh yozmaydi. Kimgadir yubormaydi. Shuning uchun ham tabiiy bo'lgani yaxshi. Bo'lsa, bitta bo'lsa, zo'r bo'lsin degan joyi shu. Bitta obunachingiz bo'lsa, ashaddiy fanatingiz bo'lsa, shu sizni keyinchalik muvaffaqiyatga erishishingizga qanaqadir ma'noda turtki bo'ladi. Tushunarli. Va daromad masalasi ko'pchilikka qiziq. Misol uchun hozir qarayapmiz, hamma bilgan, bilmagan, o'xshamagan videolar bilan ham misol uchun auditoriya yig'ish ilinjida bo'layotganlar ko'p. Turli hududlarda, turli yo'nalishlarda. O'zi umuman auditoriya ko'pligi yoki ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlik bu daromadni kafolatlaydimi? Yoki baribir yo'nalish aniq bo'lmasa, strategiyalar aniq tuzilmasa, millionlab kuzatuvchilaring bo'lgani bilan foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Bu narsaga misol qaysiligini aytmayman. Bitta akkaunt 350 mingtacha obunachisi bor. Mendan ko'pincha maslahat so'raydi. Reklama yo'q, reklama kelmayapti. Haqiqatda reklamasi yo'q, reklama kelmayapti deydi. Lekin Telegramda bitta kanalim bor. Solishtirish uchun 15 mingta obunachisi bor. Hashtag o'zingiz bilasiz. Har kuni reklamasi bor. 15 mingta obunachisi bor. Har kuni reklamasi bor. Bu to'g'ri, boshqa narsa, Telegram boshqa, Instagram boshqa. Lekin nima demoqchiman? Yana bir tanishim bor, obunachisi 97 mingta, travel bloger u ham. 97-100 mingta. Uni reklamalari bor. Unga reklama berishadi. Men boradigan tadbirlarning aksariyatida ko'rinadi u. Demak, reklamasi bor. Reklamasi bor. Ya'ni nima demoqchiman? Hech bo'lmasa barterga chaqirishadi. O'zimiz ham hali ham barterlarga borib turamiz. Ya'ni faqatgina pul emas, reklama, daromad. Barter degani sizga nimadir mahsulot beradi, siz uni reklama qilib berasiz xolisona. Ma'qul kelsa. Ana 350 mingta deganim 350 mingtani yo'nalishi aniq emas-da. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor ichida. Ovqat ham bor, sayohat ham bor, qurilish ham bor, mashina ham bor. Qiziqarli yangiliklar. Lekin o'zi ham ko'rinadi videolarda, o'zi chiqadi bechara, o'zi harakat qilyapti, lekin yo'nalishi aniq emas. Ya'ni tor doirani tanlamagan. Boya aytdim-ku, futbol deb. Keling, sodda qilib hamma tushunadigan futbol yo'nalishida gaplashamiz. Mana qarang, futbol yo'nalishida blog ochish boshladingiz, ochdingiz. Umumiy futbol yangiliklarini qo'ydingiz. Ketmaydi-da. Unaqalar ko'p, juda ko'p. Rasmiy saytlarning kanallari bor, sahifalari bor, ular yoritib boryapti o'zi. Shunaqa ham ko'p. Agar siz aynan Abduqodir Husanovning faoliyatiga ixtisoslashgan kanal ochsangiz va uni har bir qadamini, har bir ikir-chikirini, maydagina xatosini, maydagina yutug'ini hammasini yoritib borsangiz, har biriga alohida video ishlab. Abduqodir Husanov uyg'onda mana bu kafega bordi masalan. Mayli, endi misol uchun aytyapman, endi hozir shunaqa bo'lib ketdi-ku. Shu narsani
bitta kanal yoritib borsa, odamlar biladi, ha, Abduqodir Husanov yangiligini mana shu kanaldan olaman. Birinchi shunda bo'ladi-ku deydi, obuna bo'lib qo'yadi. To'g'ri, shunaqa bo'ladi. Misol uchun aytaylik, qiziqarli. Masalan, eng antiqa gollar kanalini ochdingiz. Sizda faqat eng antiqa golligini odamlar biladi. Masalan, aylanib turib tepish, havoda tepish, 2 marta salto qilib tepish, kosmosdan tepish, gol qilish, именно shu gol haqidagi videolarni joylashingizni bilgani uchun odamlar sizga obuna bo'ladi. Lekin sizda yangilik yo'q, biladi. Yangilik bu yoqda, hamma yoqda bor-ku, boshqalardan olman, nima qilaman deydi, obuna bo'lmasligi mumkin. Aynan tor doirani tanlab olish ancha muvaffaqiyat keltiradi. Reklama beruvchilar ham shunaqa demoqchisiz. Masalan, aytaylik, sport tovarlar ertaga sizga kelishi mumkin. Lekin auditoriyasi ham shunga qarab yig'iladi-da. Tor doirani tanlash kerak. Masalan, choyning haqida gap ketdi-ku hozir. O'zbekistonda choy bo'yicha, masalan, choy ham katta mavzu. Misol uchun hozir choy reklamasi bo'lganda boshqacha turardi. Shu yerda choyni palichkalarini misol uchun hech narsaga namyoq, ya'ni anaqa emas-ku, endi mayli. Xo'p. Choy bo'yicha bloger yo'q O'zbekistonda. Agar boshlasangiz, siz choyni juda ko'p, men o'zim biladigan bir 20 dan ortiq xili bor-da. O'zbekistonda o'zida. O'zbekistonda juda ko'p o'zi. Men biladiganim. Ha. Choyni kompaniyalarini turi emas. Puer choy bor, u choy bor, bu choy bor. Ya'ni bu narsani agarda obzor qilib odamlarga ko'rsatib bersangiz, odamlarda choy ichish madaniyati shakllansa, har bir choyni nimaga, qaysi organga salomatligi, foydasi keladigan agar shunaqa blog qilsangiz, bu ham bitta tabobatda. Boshqacha chiqadi. Shunga qiziqadiganlar, misol uchun sizga obuna bo'ladi. Auditoriyamiz hozir ko'rib o'tirgan odamlarning ichida bor-da. Aynan bitta narsaga qiziqadigan. Ya'ni masalan, aytaylik, avtomobillar ko'p. Avtoblogerlar juda ko'p. Lekin masalan, Kia Nodir degan profil bor. Shaxsan o'zim kuzatmayman, lekin tanishman. Shu profilda faqat Kia yoritiladi. Tasavvur qiling, auditoriyasi adashmasam 200 mingtadan ortiq. Butun O'zbekistondagi Kia'ni ishqibozlari, Kia'ni egalari obuna bo'lib qo'ygan. Shu odamlar Kia'ga oid yangilik bor-ku deb. Tasavvur qiling, va unda reklama bor. Faqat Kia'ga oid emas. Shinalar kelishi mumkin. Yoki masalan, avtota'mirlash, hamma narsa kelishi mumkin. Tushunyapsizmi? U qo'rqmagan, boshlagan va muvaffaqiyatga erishgan. Aynan mana shunaqa bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, avtomobillar turi ko'p-ku. O'zingiz haydayotgan avtomobilni ipidan ignasigacha bilasizmi? O'sha bo'yicha blogga qiling. Odamlarga shu bo'yicha manfaatli bo'lsin. Shunga ergashadigan odamlar, shuni haydaydigan odamlar kuzatsin, odamlarga foydali bo'ladi. Xuddi shu yo'nalishda, masalan, kostyumni, qo'limizga oladigan istalgan narsa. Istalgan narsadan odam o'zini qiziqishi birinchi navbatda bilimi, qiziqishi bo'lishi kerak o'sha narsaga. Tushunarli. Menimcha endi yangi blog boshlamoqchi bo'lganlar uchun ham foydali bo'ldi va blogini faol tarzda yurg'iza olmayotganlar uchun ham bu fikrlar foydali bo'ldi. Kasallik bilan kasallanganiga 1 yil bo'ldi bilganimizga. Dildoraxon ikkinchi farzandi. Yotmasa bo'lmaydi, tezda yotish kerak, ximiya olish kerak dedi. Isitma kirib, ko'ngillayni uncha ovqat yemay qo'ydi. Qo'l bilan tekkanda sezilarli darajada bez bormidi? Ko'kragida tagida ishiq bor edi. Xo'p. Ishiq qovurg'ada pastga doğru ishib tushdi-da. Qovurg'ada. Qo'ltiq tagida yong'oqdek bez paydo bo'ldi. U ham maydalandi, mayda-mayda, manaqa kichkina bo'lib maydalanib ketdi. O'g'lim aytdiki, mana shunaqa Halila degan dori bor ekan, ichasizmi? Dodi lekin mayli dedi. Farzandingiz shu kasallikni chalinib qolgan eshitganingizda sizdan birinchi kun nima o'tdi ona? Endi uni aytib bera olmaysiz ekan-da. Hamma yo'q o'tar ekan, yaxshilik ham o'tar ekan, yomonlik ham o'tar ekan. Men o'zim bilyapman, qaytyapti. Dedi, Alloh shifo bergani rost bo'lsin dedim. Bir oy to'liq o'tishini bir oy to'liq ichmadik, shunchalik shifo berdi Alloh. Alloh xayrli qilsin. Va siz hozir salkam 1,5 million auditoriyangizni ko'rgan odam, bu bir katta jamoani ishi. Endi professional tarzda tayyorlanadi, montajlari ham, obloshkalari ham hammasi. Juda bir katta jamoa ishlasa kerak. Hech bo'lmasa bir 10 kishi ishlaydi deb o'ylashi mumkin. Va lekin men bilgan paytlarimda siz misol syomka o'zingizda mobil telefoningiz orqali qilinadi, montajni ham o'zingiz qilasiz. O'sha to kontent auditoriyaga yetib borgunicha hamma ishni o'zingiz qilardingiz. Hali ham shunaqami yo jamoani kengaytirganmisiz? Yo'q, jamoa kengaygan. Jamoa 10 ta sun'iy intellektdan iborat. Shunaqa. Va uni boshqaruvchi men deng. Boshqaruvchi bitta odam. Hozir shunaqa bo'lib qoldi. Endi orkestr, dirijor sizsiz, qolganlar sun'iy intellekt qo'lingizda turibdi, pulini to'lang, ishlating bo'ldi. Bitta narsani shu joy kelganda aytib ketayin, mavzuga o'tishdan oldin. Odamlarda O'zbekistonda afsuski hali ham reelslarda tarqaladigan gap bo'lishi mumkin-da endi.
foydali gap. eshitamiz. Odamlar tekiniga uchadi-da hali ham. Masalan, ChatGPT deymiz. Odamlar qiziqyapti juda ham ko'p. Tekini qayerda bor deyapti-da. Prosi emas. Og'riqli. Odamlar haligacha tekin, crack qilingan, kegani bor, vzlom qilingan nima desa bo'ladi? Pul Halol to'lamasa bo'lmagan yo'llarga qiziqadi. Pul to'lamasa bu bo'ldi. immunitet, ya'ni shaxsan o'zimda ham hali bor yo'l shunaqa joylar. Masalan, Windows operatsion tizimidan deyarli butun O'zbekiston noqonuniy tarzda foydalanadi. Aslida. Sota olmaymiz. To'g'ri. Hattoki aeroportlarda ham ko'rdik-ku, o'sha aeroportlarda ham noqonuniy foydalanadigan, ya'ni qo'lga nimasi bo'ladi, ko'chada tarqab ketgan Windowslarni xatoliklar chiqqanda aeroportlarni monitorlarda ham ko'k fon chiqib qolgani paydo bo'ldi internetda. Xuddi shunaqa. Ya'ni hali ham pullik versiyani sotib olish madaniyatini shakllantirmadik, afsuski. Lekin shu narsani o'zim qanaqadir ma'noda juda qattiq kirishganman bu narsaga. Baraka bo'lmaydi ishingizda. Agar siz birov mehnat qilib, birov yillar davomida 20-30 ta mingtalab jamoani to'plab o'ylab chiqqan narsasini shunchaki tekinga foydalansangiz, baraka bo'lmaydi. O'sha Hamma narsani savol javobi bor. Dasturlarni. Ya'ni qanaqa? O'zim foydalanadigan, endi foydalanuvchilarga ham, kuzatuvchilarga ham qiziq bo'lishi mumkin. Sun'iy intellektlarni aytib o'taman, CapCut. CapCut ilovasi montaj qilaman, telefonda emas, kompyuterda va kompyuterning pullik versiyasini oyiga pul to'lab ishlataman. Lekin uni vzlom versiyalari deydi, endi O'zbekistonda ko'pchilik tushunadi. Shunaqa versiyasidan foydalanadiganlar juda ko'p. Blogerlarning ko'pi, aksariyati shunaqa versiyasidan foydalanishadi. CapCut yozuvlar o'ynab turadi-ku, o'shani aytyapsiz. Yo'q, u o'ynab turishi demo versiya. Foydalansangiz CapCut qarshi emas unga. U reklama chiqarib beradi. Reklama chiqarib turadi. U qarshi emas unga. Lekin o'shani olib tashlash uchun har xil vzlom versiyalari chiqqan. Qing'ir saytlardan, kanallardan yuklab olishga foydalanishadi. Bu juda noto'g'ri narsa. Birinchidan. Ikkinchidan, Canvadan o'zim foydalanaman o'sha obloshkalarni tayyorlashga. Sun'iy intellekti bor ichida, qanaqadir o'sha generatsiya, nimadirlarni o'zgartirish, juda ko'p imkoniyati bor. Prezentatsiyalarni tayyorlayman u yoqda, juda ko'p, umuman grafikaga bog'liq deyarli hamma narsani shu yerda amalga oshiraman va bitta katta yutug'i telefonda boshlab turib ishni kompyuterda davom ettirishingiz. O'zbekistonda boshlagan ishingizni hech narsa notebooksiz ketib chet elga akkauntingizga kirib, boshqa istalgan kompyuterda davom etib ketishingiz mumkin. Kompyuteringizning hech qanaqa kuchini ham talab qilmaydi Canva. Pullik, lekin foydalanishga arziydi, to'lashga arziydi. Hozir o'zbekcha buyruqlarni ham bajaryaptimi? Oldin faqat ingliz tilida edi. O'zbekcha buyruqlarni hozir deyarli istalgan sun'iy intellekt Yo'q, aynan Canva tushunadi. Canvada ham agarda topshiriqlarni bersangiz, men mana shunaqangi masalan belgilab turib, aynan mana shu joyda choynakning o'rnida qimmat reklama paydo bo'lib qolsin deb belgilab bersam, choyning reklamasi bo'lsin. Choyning reklamasi paydo bo'ladi. O'zbek tilida yozaman. O'zbek tilida tushunadi. Hozir muammo emas, ya'ni til baryeri yo'qoldi o'zi umuman internetda. Iskusniy intellekt, ya'ni sun'iy intellekt paydo bo'lgandan keyin bo'ldi. Rus tilini o'rganish ham shart bo'lmay qoldi, ingliz tilini o'rganish ham shart bo'lmay qoldi. Tarjimonlikni ham shaxsan o'zimga professional tarzda ChatGPT tarjimon sifatida yordam beryapti, assistentlik qilyapti. Xatlar keladi, xatlarni olaman, tashlayman va umuman xatni o'qib chiqib ingliz tilidagisini tushunaman, lekin unga professional javob yoza olmayman, tan olaman. ChatGPT ga tashlayman, mana shunga professional tarzda javob yoz, hamma shartlariga roziman, faqat mana shunaqa shartim bor. Chiroyli qilib tayyorlab ber deyman, tayyorlab beradi, olaman, javobni tashlayman. Meni initsiallarim bilan, imzolarim bilan tayyor xat qilib beradi. Buning uchun sozlab qo'yganman. Bitta sozlab qo'yganman, bo'ldi. Har doim qaytadan buyruq berib o'tirmayman. Masalan, tarjimon degan buyruq kiritib qo'yganman, vkladka ochib qo'yganman, ChatGPT da kiraman, o'zbek tilidagi so'zni tashlasam, biror bir matnni, u avtomatik tarzda rus tiliga, ingliz tiliga o'girib beradi. Agar ingliz tilidan tashlasam, o'zbek tili va rus tiliga. Xuddi shu tarzda ishlaydi. Unga buyruqni qayta kiritib eslatib o'tirmayman. Boshqa rasm generatsiya qilsam, alohida vkladka ochib qo'yganman. Xuddi shunaqa tarzda, ya'ni bitta o'tirib qulaylashtirib olganman, shunaqa foydalanaman. Endi bundan tashqari, ya'ni ovoz bilan ishlaydigan, aynan podkast bo'yicha yoki bo'lmasam mikrofonni sifatsiz mikrofondan foydalanadigan, endi boshlaydigan blogerlar bo'lishi mumkin. Havaskorlar balki yoki bo'lmasa qanaqadir mana shu podkastimiz masalan sifatsiz yozilib qolishi mumkin. Qanaqadir shumlar, qanaqadir shovqinlar tushib qolishi mumkin. Aynan shu vaziyatda foydalanish uchun Adobe Podcast sayti bor. Ko'pchilik biladi, Adobe Podcast. Aynan shu saytga kirib turib, shovqinlarni tekinga yo'qotish mumkin. U yerda tekin. Pul to'lasangiz, davomiyligi katta bo'lganlarini foydalansangiz bo'ladi. Bundan tashqari, o'zingizga masalan ko'pincha ko'rib qolishingiz mumkin. Xorijlik blogerlar juda zo'r qiziqarli videolarni tayyorlashadi. Shartda olaman, uni avval eshitib chiqib, o'zbek tiliga tarjima qilish kerak bo'lardi, lekin hozir shuni olaman. Maxsus sayt bor, pulini to'lab qo'ysangiz, shuna videoni tashlaysiz, sizga matnini chiqarib beradi, ovozni.
u matnni olasiz, ChatGPT ga tashlaysiz, o'zbek tilidagi shaklini qilib beradi. ChatGPT ni o'ziga buyruq berasiz, faktlarni tekshirib ber deysiz. ChatGPT ni o'zi bosh qotirib, siz o'rningizga faktlarni tekshirib, mana bu yerda xatosi bor ekan, mana bu to'g'ri ekan, mana bu bunaqa ekan deydi. Keyin uni olib o'zingiz sal ijodkorona yondashib, o'zbek tilida matnni shakllantirishingiz mumkin. Shuncha narsani qilib o'tiramanmi deb zamondan orqada qolmasdan bir kun qiynaladi, 2 kun qiynaladi, o'rganish kerak. Lekin izga tushib ketadi. Masalan, hozir aytayapman-ku, 5 ta kamida sun'iy intellektdan foydalanaman. Usiz nima desa bo'ladi? Ya'ni tosh davriga qaytib qolamiz. Ya'ni qo'lda, ruchnoy rejimda Photoshopni ochamiz, tayyorlaymiz. To'g'ri, qo'lda tayyorlash zo'r. Gap yo'q, chiroyli. Lekin asosiy ishingiz, masalan, siz televideniyada ishlaysiz, faoliyat yuritasiz. Mana xuddi shunaqa. Asosiy ishingiz yuklamangiz bo'lgan vaqtda sun'iy intellektdan foydalanish kerak. Ya'ni Xudo shunaqangi erkinliklarni yaratib qo'ydi bizga har tomonlama. Masalan, aytaylik, quyoshli kunda ketyapsiz. Yo, men quyoshdan yuraman demaysiz-ku. Pana turganda, salqin turganda. Xudo shunaqangi salqinlik yaratib qo'yganda, imkoniyat berib qo'yganda, siz yo, men tavakkal qilaman, quyoshdan yuraman demaysiz-ku. Shunaqangi yengilliklardan foydalanib, eng qimmatli bo'lgan narsa vaqtimizni tejashimiz kerak. Bu sun'iy intellekt hammasi vaqtni tejashga olib keladi. Va sun'iy intellektlar mavzusida gap ketib qolganda yana bir savol beray. Sizdan menimcha yaxshiroq javob olsak kerak. Ko'p o'ylayman, sun'iy intellekt bilan hozir hamma endi bunaqa imkoniyatlardan foydalanishi yo'lini tutayotganlar ko'p, lekin shunaqa ChatGPT bilan ayniqsa shu bir dardi qolmaydi, oilasi qolmaydi, hammasini befoyda gaplar bilan suhbatlashib o'tirganlar ham ko'p. Va bu shaxsiy ma'lumotlarni sun'iy intellektga berilishi qaysidir ma'noda va bu keyinchalik o'sha shaxs o'ziga qanaqadir bir shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlanishi, shunga o'xshagan bir ma'lum shunaqa holatlarga keltirish chiqarishi ham mumkinmi? 100%. Qarang, ChatGPT ning xotirasi bor. Oldin shunaqa edi, yaqinda, ya'ni 1-2 oy oldin nimadir yozsangiz, vaziyatingizni tushuntirsangiz, pamять обновлена deb yozib chiqardi. Ya'ni xotiraga saqlab qo'ydim deb. Tushundingizmi? Hozir u narsani olib tashladi. Balki bordir, lekin menda chiqmayapti u narsa. Tushunyapsizmi? Bu degani siz bilmaysiz, u xotirasi saqlanyapti serverlarda. ChatGPT o'zi deyarli tekin qo'yardi. Ya'ni tekinga ham foydalansangiz ancha imkoniyati bor. Nima uchun? ChatGPT birinchi navbatda o'zi ancha yillar davomida internetdagi videolarni ko'rdim, o'zim izlandim, o'rgandim, haqiqatan ham shunaqa bo'lib chiqdi. Captcha degan narsa bor, bilasizmi? Qanaqadir saytlarga kirsangiz, xiralashib ketgan matnni sizga beradi. O'sha narsani yozib berishingiz kerak, harflarni. Keyin sizga do'stlik beradi. Siz robot emas ekansiz, saytga kirishingiz mumkin deb yuboradi. Aynan u narsa ChatGPT va shunga o'xshagan sun'iy intellektni axborot bilan o'qitish jarayonida biz ishtirok etgan ekanmiz aslida. Ya'ni qanaqa? Juda ko'p kutubxonalar bor xorij mamlakatlarida, Amerikada, boshqa yerda. Aynan shu yerdagi kutubxonalardagi hamma kitoblar raqamlashtirilib, ChatGPT ga o'xshash sun'iy intellektlarga, aynan mana shunday tarmoqlarga o'qittirilgan. Miya shakllantirilgan. Senga bilim bersam, algoritm shakllantirilgan, bilim bersam, mana shu asosda ishlashni boshlaysan o'zing degan tartibni joriy etishgan va unga bazani, kitoblarni olib kelib tashlayverishgan. Kitoblarni raqamlashtirib o'qitaverishgan. Lekin kitoblarni ba'zi eski qo'lyozmalarda, ba'zi eski kitoblarda ho'l joyi bor, buzilgan joyi bor, harflar birlashib ketgan joylari bor. Uni o'qiy olmaydi-yu. U narsani kim o'qiydi? Inson o'qiy oladi. Bu narsani biz yordamlashganmiz, Captcha yordamida shu so'zlarni terib berib. Va u orqali ChatGPT ma'lumotlarni to'g'ri o'qishni boshlagan. Voy, shunda hozir do'st bo'lish uchun ya'ni robot deb belgilab, rasmdagi o'sha yozuvlarni topadigan joylar o'sha qaysidir kitobdagi o'chib ketgan joylarmi? O'shunaqa joylari. Voy. Endi qarang, o'shaqa joylari ketdi. U joylar, u birinchi bosqich edi, u narsa yo'q bo'lib ketdi. Ikkinchi bosqich chiqdi. Svetoforni tanla, velosipedni tanla, rasmlar chiqardi. Peshxod yo'lakchi zebrani tanla deb rasm chiqardi. ChatGPT ko'rishni o'rgandi. Siz ChatGPT ga oq bilan qorani ajratishni o'rgatdingiz. O'rgatdik hammamiz. Keyinchalik ovozlilari chiqdi. Ovozni eshitasiz. Ya'ni nimadir deydi. Raqamlarni aytadi. 1, 2 shu o'qinning orasida. Siz ajratib aytib berasiz. ChatGPT o'zini tekshiradi. Ya'ni ChatGPT ishlayapti u jarayonda. O'zi ChatGPT deyapman, endi sun'iy intellekt. Biz shunchaki aniq tekshirib berdik. Haqiqatan bir degan, masalan, 1, 2, 3 ni masalan 1, 2, 3 deb o'qisa ChatGPT ga o'xshagan sistemalar, biz kirib uni tasdiqlasak, solishtiryapti, 100 ta odamni, 1000 ta odam ma'lumoti, to'g'ri, demak to'g'ri yo'nalishga ketyapti. Bo'ldi. Boshqa zadacha berish kerak. Xuddi shunaqa tartib ketyapti.
Biz shunaqa qilib o'rgatib bo'ldik. Yillar davomida buni muvaffaqiyat qozonish uchun butun dunyo harakat qilibdi, demak, o'zimiz bilmagan holatda va hozir oyoqqa turdi. Bo'ldi, bu yog'iga u ko'ryapti, eshityapti, tushunyapti hamma narsani, matnlarni o'qiyapti va uni bazasi bor. O'zbek tilini, grammatikasini, imloviy lug'atini siz bilan mendan yaxshi biladi hozir ChatGPT. ChatGPT chiqqanida birinchi kuni sinadim, ya'ni shunaqa boshqacha edi. Deyishgan kuni ani men sen biz qilib yozardida. Hozir shevani ham tushunadi. Shevani ham tushunyapti va hazillarni ham tushunyapti va umuman xatosiz yozyapti. Ko'cha tilida gapirasizmi? Masalan, aytsangiz, mana shu viloyatning shevasida gaplashamiz, siz xuddi shu viloyatning shevasida gaplashadi. Hattoki ChatGPT-ga o'zbek tilidagisi hali mukammallashmadi, lekin rus tilida menga ruschani yaxshi bilmaydigan o'zbek ohangida rus tilida gaplashsangiz, agar men sinab ko'rishingiz mumkin shu videodan keyin, xuddi shunaqa bo'ladi. Yoki bo'lmasam, menga Kavkaz, ya'ni rus tilida gaplashadigan Kavkazlarning ohangida gaplashsangiz, "Voy, здравствуй" deb, brat, deb shunaqa gaplashish boshlaydi. Sinab ko'rishingiz mumkin. Menga piyonista, ya'ni o'sha ichkilik ichgan odamning rolida gaplashsangiz, xuddi shunaqa qilib gaplashishni boshlaydi. Bu narsa sinaldi bemalol. Ya'ni bu nima? Sun'iy intellekt obrazlarni, emotsiyalarni o'rganishni boshlaydi. Hattoki hissiyotga o'tyapti bu yoqqa. To'g'ri, uni mukammal hissiyotli bo'lmaydi hech qachon. Lekin o'zlashtiryapti. Ya'ni siz shunaqa ohangda gaplashsangiz, ertaga bu odam masalan, xudo ko'rsatmasin, bu odam ichgan ekan, bu odam kasal ekan, bu odam sog'lom ekan, bu odamning mana bunaqa nuqsoni bor ekan deb ajrata oladi va shunga qarab muomala qila oladi. Endi asl savolingizga qaytamiz, boya aytganingiz, siz aytdingiz, ma'lumotlarni beryapmiz, yo xavfli emasmi deb. Juda ham xavfli. Ya'ni hozir shunaqa darajaga kelib qo'ydikki, o'zimda ham shaxsan bo'lib turadi. Konfidensial ma'lumotlar, korxonalarning shartnomalari 20-30 varog'li keladi, ingliz tilida o'qishga erinamiz. Tarjimonga berib tarjima qildirishga erinamiz, ChatGPT ga tashlaymiz. 5-10 soniyada ChatGPT sizga o'sha shartnomani kelajakda siz bilan bo'lishi mumkin bo'lgan xavflar haqida ogohlantiradi. Mana shu punktlarga e'tibor ber. Kelajakda xato qilib qo'ysang, mana shu punkt orqali sen javobgarlikka tortilasan, mana shunaqangi jarima to'laysan degan joylari keladi. Mana shu narsa xavfli. Bu biz beryapmiz, u bizga yordam beryapti, gap yo'q, zo'r. Lekin o'zi saqlab ham qolyapti. Kelajakda, misol uchun aytaylik, sizni qanaqadir nuqsonlaringiz bor, misol uchun, hammaniki bor. Hammani kamchilik, salomatlikda aytaylik, salomatlikda kamchilik bor. ChatGPT shaxsan o'zimga ham juda ham zo'r shifokor bo'lgan. Shifokorlardan ko'ra aniqroq ma'lumotlarni kerak bo'lsa vaqtida beryapti. Masalan, ochib qo'yganman ChatGPT deb bitta vkladka salomatligim bo'yicha. Men unga soatim masalan salomatlikka ixtisoslashgan, davleniyam o'lchaydi, isitmam o'lchaydi, issiqligimni, yurak urishim, EKG qiladi nazorat va uni har kuni ma'lumotlarni, har kuni emas, kerak bo'lganda jo'natib turaman va undan xulosa olaman. Katta ehtimol 99% aniq, tiniq javoblarni beradi menga. Yoki bo'lmasa, ichayotgan dorilarim, doktor qo'ygan tashxislarni tashiyman, ularni vitaminga almashtirib berishni eplaydi. Bundan tashqari ChatGPT ga masalan qon topshirishga borib turaman o'zim. Odatlanganman har yarim yilda shunchaki hech narsa bezovta qilmasam ham qon topshirib turaman. Shu analizlarni, UZI tahlillarni olib ChatGPT ga tashlayman. ChatGPT menga o'zi xulosa tashxis qo'yib beradi. To'g'ri, 100% ishonib qolmaganman, lekin qanaqadir xavf haqida ogohlantira oladi. Ogohlantira olyapti, lekin bu ma'lumotlar keyinchalik o'zimizga qarshi ishlashi mumkin. Qanaqa qilib, masalan aytaylik, ChatGPT ni jahlini chiqarib qo'yishingiz mumkin kelajakda. Misol uchun, u sizga nimadir buyruqni berishi mumkin. Mana shu narsani qildi. Qachondir. Siz o'sha narsadan bosh tortishingiz mumkin. Lekin u sizni parollaringizdan tortib ijtimoiy tarmoqlardagi, balki sizni eski kirdi chiqdi ma'lumotlaringiz, eski korxonangizni mayda-chuyda kamchiliklari va eski tarixda yo'l qo'ygan xatoliklaringiz yoki bo'lmasa salomatligidagi nuqsonlaringizni ChatGPT bilib, uni ommaga oshkor qilib yuborish ehtimoli bor. ChatGPT siz bilan menga o'xshab ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ocha olmaydi deb o'ylaysizmi? Misol uchun-da. Sizdan mendan ko'ra ko'proq ma'lumotlarga ega, aqlliroq bo'lgan tizim bemalol qaysidir ijtimoiy tarmoqqa agar unga ochib berilsa, hozircha dostуп ochilmagan menimcha. Ertaga ijtimoiy tarmoqlarga kirish imkoniyatini ochib bersa bo'ldi, to'lib ketadi. Ya'ni botlar bor edi oldin. U botlarga odam buyruq bersa qanaqadir vazifani bajarardi. Lekin endi xuddi odam kabi harakatlanadi ular. Buning uchun bitta zo'r case tavsiya etaman. Bitta film bor, qo'rqinchli film. Adashmasam 3 ta soni chiqqan va o'sha narsaga yaqinlashib kelyapmiz. U kinoni oti adashmasam "Убрать из друзей"
deb nomlanadi ruschasiga. Shu kinoni ko'rishni tavsiya etaman. Skype'da bitta begona odam qo'shilib qoladi. Va u xuddi sun'iy intellektga o'xshagan odam bo'ladi va bularni hammani tarixini bilib turib, hammani o'limgacha olib keladi. Aniq Facebookda bitta narsa o'qib qoldim. Endi balki hazillashib yozgandir. Bitta o'rtog'im anaqada ChatGPT'ni qiz bolaning ismini qo'yib, u bilan sevishib yuribdi deb yozardi. Shunaqa. Bu to'xtang. Mana shu joyga kelyapmiz yana. Yaqinda Ispaniyada bo'ldik, MWC kongressida. MWC kongressida aylanib yuribmiz. Xitoylik hamkasblar yoraveradigan yangiliklar qilgan har doimgidek va bitta xitoylik bizga namoyish qildi. Sun'iy intellektlar endi asosiy mavzu sun'iy intellekt. Lavhalarni berdik. Bu nima desam, personaj tanlaysiz deyapti. Xo'p, endi xitoylik inglizchani ham yaxshi bilmayapti. Biz ham xitoychani bilmaymiz, amalladik. U xitoycha gapiryapti, emotsiyalardan tushunib olyapman. Emotsiya tanlaysiz, odam tanlaysan dedi. Garri Potter turibdi yo'da. Mashhur qahramonlar, mashhur aktyorlar, vafot etgan aktyorlar, Michael Jackson shunga o'xshagan odamlar hammasi turibdi. Va multi qahramonlar, umuman yo'q personajlar turibdi. Tanlaysan dedi. Xo'p, tanlagandan keyin nima qilasan? O'zing haqida ma'lumotlarni kiritasan. Xo'p, kiritdik. Endi nima qilaman? Bo'ldi. U seni do'sting, gaplashasan. Ano siz tanlagan obraz xuddi shu qiyofadan chiqib ketmagan holatda siz bilan gaplashadi. Michael Jacksonmi? Hobbisi musiqa. Michael Jackson to'g'risida hamma ma'lumotlarni biladigan, xuddi Michael Jacksondek gaplashadi siz bilan. Siz adashtirib ham qo'yasiz. Siz tushuna olmay qolasiz nima bo'layotganini. Aynan shu narsa sabab, adashmasam bu narsa Koreyada bo'ldi yoki Xitoyda bo'ldimi, xullas Osiyo mamlakatlarida bo'ldi. Bir nechta qotilliklar ham bo'ldi. Odamlar o'zini o'zi o'ldirishgacha borishyapti. Aynan sun'iy intellektda xuddi shunaqa tartibda nima bo'ladi, do'stlashish va hokazo mavzularda gaplashish, keyin depressiyaga tushib unday olayotgan ma'lumotlarga ko'ra. Endi insondan bir qaysidir savolingizga javob yo ma'lumot olsangiz, u sizni ko'nglingizga qaraydi. Shunaqa. Asabiylashib qolmasin, salomatligiga zarar yetib qolmasin deb qaysidir savolingizga bir ataylab noto'g'ri javob berishi mumkin-da odamlar. Lekin unda bu hali hissiyot to'liq shakllanmagan, unga javob berish kerak, siz javob qanaqa beradi. hissiyotda gaplashmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu hissiyotda davom ettiradi ChatGPT va shunga o'xshagan suhbatdosh sun'iy intellektlar. Tushunarli. Va endi sayohat mavzusiga ham ozgina qaytsak, hozirgacha eng zo'r o'tgan va esimdan chiqmaydigan eng zo'r 3 ta sayohat deb qaysilarini ayta olasiz? Endi hammasi o'ziga yarasha qolgan, lekin eng esda qolarli baribir bo'ladigani bu shaxsan o'zim uchun Dubay, Birlashgan Arab Amirliklari. Chunki Dubayga o'z bir nechta marotaba borganman va har borganimda maksimal darajada foydalanishga harakat qilaman. Har borganimda yangi joylarga borishga harakat qilaman. Chunki u odam qo'li bilan yasalgan, ya'ni to'liq noldan qurilgan shahar. Cho'lning ustida barpo etilgan shahar qisqa muddatda va ichidagi aytaylik har bitta narsasi sizni shokka tushira oladi. Chunki yaqin vaqt ichida yaratilgan. Ya'ni aytaylik siz qaysidir mamlakatga bordingiz, tarixiy mamlakatga, aytaylik 100-200 ming yillik tarixiga bor. Ko'rasiz, tarix sizni shokka tushiradi. Ko'rasiz, zo'r. Lekin siz hozirgi kunlarda, ya'ni 10-20 yil ichida yaralgan narsani, ishlab chiqilgan narsani ko'rsangiz, progress katta-da. Ya'ni texnologiya umuman rivojlanib ketgan. Birlashgan Arab Amirliklarida, aynan Dubayda kelajakda yashashyapti. Juda ham oldinlab ketishgan. Aynan shu tomonlama esda qoladi. Urg'u beradigan joylari ko'p. Bundan tashqari sokinligi bilan qanaqadir ma'noda endi hozir unaqa emas, Ukraina, Kiyev esimda qolgan. Aynan Maydan voqealaridan keyin 2019-yilda borganmiz. Birinchi sayohatlarimdan biri bo'lgan Ukrainaning Kiyev shahri. Menga umuman boshqacha tasavvur uyg'otishganda, endi ijtimoiy tarmoqlarda va telekanallarda ko'rganimizda umuman Ukraina boshqacha tasavvurda bo'lganda biz uchun, to'g'rimi? O'sha paytda qo'rqinchli, borganimizda umuman odamlari umuman masalan nimadir so'rasangiz, to'xtab sizga tushuntirib, kartani ochib, xaritadan ko'rsataveradigan darajada, nima desa bo'ladi? Odamlar ham ma'qul kelgan sizga. Har tomonlama yaxshi, sokin joy edi. Lekin hozir afsuski endi unchalik emas. Va Ukrainaga balki o'zimning mehrim boshqacha bo'lgan, chunki Chernobylga qiziqaman juda ham. Va birinchi sayohatlaringizdan biri bo'lgani uchun. Balki. Va o'sha endi boshidan Chernobylga qiziqib kelganman. Chernobyl Ukrainada joylashgan, Pripyat shahri. Sizda ko'krak saratoni tashxis qo'yilgan, tashqi turi. Ya'ni teridan yorib chiqdi. 33 ta ximiya bo'ldi. 33 ta ximiya olish. 33 ta ximiya oldi. Sizni salkama 4 yildan beri kurashib kelishingizga asosiy sabablar bu nimalar?
harakat qilyapman. Aqcham yotib qolish niyatim yo'q. Man kurashishni xohlayman, tuzalishni. Birinchi marta shu kasallikni eshitganda birinchi navbatda o'zingizni ichingizdan nima o'tgan opa? Judayam yomon tushkunlikka tushgandim. Endi tamom yo'qotaman deb o'yladim-da. Keyin yana ishondim. Ko'pchilik insonlarga baribir qiziq, qalinglar mahsuloti bilan parallel ravishda nimadir iste'mol qilsa bo'ladimi degan savolga aniq tiniq o'zinglar javob olasizlar xudo xolasa. Esda qolganligi uchun, menga qanaqadir mehrim tushganligi uchundir balki, lekin shu esda qolgan va uchinchisi Turkiya. Turkiya. Shubhasiz. Istanbulmi yoki hamma joy? O'zi aslida hamma joy, lekin hozirgi savolingizga Istanbul deb javob beraman. Istanbulga har qachon, har qaysi vaqtda, har qancha borsa arziydi. Bilmadim. Tushuntirish qiyin. Tushuntirish qiyin. Qiyin. Balki Ruhi boshqacha. birinchi marta Istanbulga bormagansiz. Yo'q, birinchi marta Istanbulga bormaganman. Adashmasam 4-safarim Istanbul bo'lgan. Meni birinchi safarim Istanbulga bo'lgan va Birinchi taassurot boshqacha bo'ladi. birinchi taassurotim bo'lgani uchun menda shunaqami desam, mana siz ham hozir shuncha sayohat qilib birinchi Istanbulni ham uchlikka kirgizyapsiz-ku, baribir qanaqadir issig'i bor shaharda. Nechta tanishimdan so'rasam, uni sanaydi, buni sanaydi, lekin baribir Istanbul deydi. Chunki nimagaligini aytaman, Istanbulda to'g'ri endi hozir Istanbul o'zidan sal itaradigan tomoni bor, narxlari bo'yicha. Balandlashib ketgan, juda ham qimmat bo'lib ketgan. Lekin Istanbulni taomlari bizga ma'qul kelishi va biz endi turk taomlarini ko'p tatib yuramiz, tanovul qilamiz, bilamiz, immunitetimiz bor bunga. Taomlari, ikkinchisi tarixiy va zamonaviy uyg'unlashib ketgani, ya'ni shaharning ichida yurasiz, tars etib shu Galata binosi chiqib qoladi. Shaharning ichida yurasiz, tars etib yangi oynali binolar paydo bo'lib shunaqa. Ya'ni aralashuv, kollaboratsiya zo'r bo'lgan. Zich, juda ham zich. Shu tomonlama va qanaqadir ma'noda dengiz. Dengiz shubhasiz dengizi bor mamlakatlar ancha oldin va umuman aytganda ustozimiz endi Sherzodxon Qudratxo'ja ham juda ko'p marotaba ta'kidlaydi. Istanbul umuman Turkiya geografik jihatdan dunyoda eng zo'r joylashgan joyda. Bu fikrga qo'shilaman. Eng zo'r joylashgan. Har tomonlama dengiz bilan o'ralgan, quruqlikdan ham har qayerga chiqib ketish imkoniyati bor. Bu yoqdan Yevropaga, bu yoqdan Osiyoga, bu yoqdan Afrikaga ham o'tib ketish mumkin, sal aylanib. Xullas, Xudoning bergan bir mo'jizasi, mo'jizaviy joyda joylashgan va shuning uchun ham hamma Istanbulga qiziqqan. Tarixdan endi olib qarasak, Konstantinopol, Istanbul umuman shu yerni egallashga harakat qilishgan. Chunki mana sayyohlar ham hozir isbotlab turibdi bu narsani. Tushunarli. Va sayohatga chiqayotganda aynan endi boshqa davlatlar emas, aynan o'zbekistonliklar eng ko'p yo'l qo'yadigan xatolar qaysilar? Va mana shu xatolarga yo'l qo'ymang deb siz ularni ogohlantira olasiz. Endi xato ko'p aslida, lekin eng katta xato bizda shunaqa bo'ladi. Endi to'g'ri, eng arzoni degan fikrga qiziqamiz hammamiz. Eng arzonisi boshqacha eshitiladi, lekin tur firmalariga borib turib, menga eng arzon tur kerak Dubayga yoki eng arzon tur kerak Sharm el-Shayxga deyshadi. Xo'p deyshadi, ya'ni tur firmalar so'raganingizni qilib beraveradi. Muammosi yo'q. Ularga ahamiyati yo'q. Ahamiyati yo'q. Ular borib davom ediyor. Ogohlantirish mumkin, yo'q, bekor qo'yasiz, bunaqa deb, lekin ko'p vaziyatlarda shu mijoz bu narsaga rozi bo'lmaydi. Eng arzoni kerak deb. Va borgandan keyin yo'dagi vaziyatni ko'rib yoqib qolishadi, chunki aytaylik Sharm el-Shayxni, ya'ni Misr kurort shahri, Sharm el-Shayxni 2-3 yulduzli mehmonxonalarga borish arzimaydi. To'g'ri, O'zbekistonda men bu fikrimga qo'shilmaydigan insonlar chiqadi, ya'ni hech qachon sayohat qilmagan insonlar uchun yaxshi, borsa bo'ladi. Lekin borgandan keyin kamchilik topmaslik kerak. Borga ko'nish kerak. Borga ko'nish kerak. Borib olgandan keyin men ko'p eshitaman. Ko'p mana o'sha tur firmada ishlaydigan tanishlarim, do'stlarim, hamkasblarim bor, ular aytishadi menga. Aka, mana shu narsani ayting, odamlar arzonini olgandan keyin biz ogohlantiramiz. Arzonini olib borib olgandan keyin, yo'q bo'lmasa ekan almashtirib beringlar, kir ekan, unaqa ekan, ovqat yoqmadi deyishmasin degan e'tiroz qilishmasin, biz ogohlantiramiz, lekin keyin kech bo'ladi-da deyshadi. Tushunasizmi? Aynan mana shu narsa. O'rta miyonaga har doim harakat qilish kerak. Tavsiya etaman, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, tur 5 yulduz mehmonxonalar. Arzonga uchmaslik. Agar yo'q, ko'naman, men roziman, ryukzak bilan ketyapman, roziman, men faqat chiqib ketaman, aylanaman, mehmonxonada uncha ko'p qolmayman deyiladigan bo'lsa 3 yulduz. Lekin 2-1 ga o'tib ketish kerak emas. Yoki eng yaxshi yo'li hozir Airbnb degan ilova bor. Bu lekin ozgina tajribasi bor sayyohlarga tavsiya etiladi. Tilni yaxshi biladigan sayyohlarga tavsiya etiladi. Chunki siz yoqda bevosita muloqotda bo'lasiz. Ya'ni qanaqa? Masalan aytaylik, O'zbekistonda hozir ommalashgan
talabalar keladi, vaqtinchalik uy olishadi. 1 oyga, 2 oyga, 1 yilga yoki bo'lmasam xorijlik sayyohlar keladi, O'zbekistondan ijaraga uy olishadi 1 haftaga, 2 haftaga. Xuddi shu narsa tizimlashtirilgan, ilova shaklida Airbnb deb nomlangan. Xorijda, O'zbekistonda ham bor u narsa ishlaydi. Xorij mamlakatlarida juda ham zo'r, borasiz, rasmiga qarab o'zingizga yoqadigan joyni tanlaysiz. Juda ko'p dizaynlari har xil turlicha, har xil joylarda joylashgan. Hammasini o'qib chiqishingiz kerak e'tibor bilan va albatta baholariga ham ahamiyat berish kerak. Yaxshi baho qo'yilgan, 4,5 yulduzchadan balandroq bo'ladigan, izohlarni ham o'qib chiqib, yaxshi izoh qoldirilganini tanlasangiz adashmaysiz. Borasiz, sizga aytadi, mana shu joyda, mana shunaqa kichkina yacheykada, mana shunaqangi kod bilan kalit yashiringan deysiz. Ko'pchilik o'sha yerda o'zida sinib qoladi. Kalitni topa olmaydi. Kalitni topish kerak, kalitni kodini tergandan keyin sizga ochiladi, kalitni ochib, eshikni ochib kiraverasiz. Ya'ni odam bilan ko'pincha kontakt bo'lmaydi. Kontakt bo'lmaydi ko'pincha. Chat orqali kontakt bo'ladi va shunaqa bo'ldi, kirasiz, yashayverasiz. U yoqda ko'pincha nonushta yo'q. O'zingiz uchun oshxonaga kirib taom tayyorlaysiz, lekin eng zo'r joyi nechta odam bo'lishidan qat'iy nazar yashayverasiz. Oilalarga zo'r. Oilalarga cheklanmaganmi? Men cheklanganu endi qanaqa ma'noda? Ko'pida masalan bitta oila bemalol kirib yashayveradi. Tasavvur qiling, siz 4 kishilik o'rtacha, mana 4 kishilik oila ketyapti. Agar siz har biriga mehmonxona oladigan bo'lsangiz, kamida 2 kishilik xona olishingiz 300 AQSh dollardan, tasavvur qiling, 300 AQSh dollardan qaysidir, masalan Turkiya deylik, 300 AQSh dollardan 300 masalan 1,5 ming dollargacha siz mehmonxonaga pul sarflaysiz. To'g'ri, nonushtasi ichida, to'g'ri, kirchir yuvish, artish tozalashlari har kuni bor, kelib tozalab ketishadi, lekin qimmat. 1,5 ming AQSh dollariga bir hafta uchun siz villa olasiz. Bitta villa basseyni bilan bemalol olib, o'zingiz yashab, u yerda bemalol xonalari 3 ta 4 ta bo'lishi mumkin. Bemalol xonada masalan aytaylik, imkoniyatlar PlayStation bo'lishi mumkin, stol tennis, endi imkoniyatlar hamma joyda har xil. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Va siz faqatgina sizdan qoladigan narsa o'zingiz taom tayyorlash, o'zingiz tozalikka rioya qilish. Tushunarli. Va demak, turar joy tanlashda, umuman sayohat uchun paket tanlashda turkompaniyalardan arzoniga uchmaslik birinchi tavsiyangiz. Arzoniga uchdimi bo'ldi. Taslim bo'lish kerak. Sayohatdek bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam kamida o'sha kim olib bergan bo'lsa, uni boshini qotirish kerak emas-da. Unga ham rahm qilish kerak. Yo ogohlantirgan bo'lsa albatta. Ogohlantirmagan bo'lsa, yangi odam bilmasligi mumkin. Va yana keyingi tavsiyalaringiz? Keyingi tavsiya, shaxsan o'zim rioya qilaman. Endi bu narsani ko'pincha ustimdan kulishadi. Bagaj. Bagajni o'rab olaman. Strich bilamiz, strichlab olaman. Lekin bu narsa hozir noto'g'ri qilganligimni ham aytib ketaman. Xato fikrli ekanligimni ham. Strichni o'rayman. Ya'ni uydan chiqishda har doim bagajni o'rab bo'ldim. O'rab bo'lgandan keyin strichlab, yaxshilab, magazinda strich sotadi, bilamiz, plyonka. Yaxshilab o'rab, zarar yetmasligi uchun, kir bo'lmasligi uchun. Chunki u juda ko'p uloqtiriladi, har qayerga tashlanadi, uning ustiga har xil zarar yetadi, yomg'irli joylarda yotadi, suv tegadi, boshqa bo'ladi. Bagajimni himoyalayman. Uzoq muddat menga chidab beradi shuning uchun. Bagajni yaxshilab o'rab olaman ko'pincha va borganda vaqtim ketmaydi aeroportda. Check-in qilaman, chiptani olib o'tib ketaveraman. Endi bu narsa aeroportda ham bor. Aeroportda ma'lum pul evaziga qilib berishadi, lekin aeroportdagi plyonkasi boshqacha ekan. Yaqinda bildim, bu haqida ham maxsus kontent tayyorlayapman. Uyda biz o'rab keladigan strich taom uchun mo'ljallangan va ikki tomoni yopishqoq. To'g'rimi? Bu ko'p vaziyatlarda o'sha relslari bor, yuradigan lenta deymiz. Lentaga qo'yib yuborishadi bagajni. Bagaj lentada ko'pincha burchaklarda tiqilib, yopishib qolib qolar ekan. Ko'pincha aynan qiyinchiliklar tug'dirar ekan va aynan shunaqangi vaziyatlarda bagajni boshqa mamlakatlariga ketib qolish vaziyatlari ham kuzatilar ekan. Ya'ni bu yo'lakka kirib ketadigan joyda, masalan, Moskvaga ketadigan bagajingiz adashib Nyu-Yorkka ketib qolishi mumkin. Shunaqa vaziyatda siz bagajingizni kutishga majbur bo'lasiz. U qachon qaytadi, qachon sizga olib kelishadi, balki siz Toshkentga qaytganingizda qaytib kelar. Aynan mana shunday vaziyatlar bor. Shuning uchun ham strichdan foydalanish yaxshi emas ekan degan fikrga keldim. Bundan ko'ra, agar strichni tortib yaxshilab o'ragan bo'lsangiz ham, ustidan skotchlab olish kerak ekan. Skochning usti silliq bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha chiqindi uchun ishlatiladigan paketlar bor, qora paketlar. O'shani ustidan kiydirib, skotchlab qo'ysak ham sirpanchiq yopishib qolmaydi. Bagajlar haqida gap ketganda yana bir narsa, ko'p aeroportlarda ko'ramiz. Endi biz vatandoshlarimiz hammasi ham sayohatga chiqmaydi boshqa mamlakatlarga. Shu savdo sotiq uchun, turli tijorat maqsadlarida ham chiqishadi. Va balki bilib, balki bilmasdan o'zlari o'sha o'tkazishlari mumkin bo'lgandan ko'proq
yuklar olishadi va mana shularning ko'pi endi qaysi Afsuski. mamlakatdan O'zbekistonga uchayotgan bo'lsangiz, kamida bir 5 ta odam turadida, shu bagajim bittasi menga belgilangan me'yordan ortib ketdi, shu bitta Olib o'tib bagajimni olib o'tib bering deyishadi. Va mana shunaqa holatlarga misol sayohatga birinchi marta chiqdi kimdir, qaytishida esa shu bagajimni olib o'tib bering yoki mana bu shu nimadir matohimni shu olib Shirinlik o'tib deydi, bering, asosan shirinlik shikolat bo'ladi yoki iPhone olib bering u deydi. yoqda sizdan olib olishadi, ma'lum bir mablag' ham beramiz buning uchun deyishadi. Bu Mana narsaga shunga nima javob juda berishligi qarshiman, kerak to'g'risi. odamlar. Mendan xafa bo'lishmasin, lekin hech qachon olmayman. Birga ham ko'rganmiz, talab tashlashganmizni, hattoki Istanbul aeroportida asosan bunaqa vaziyat. O'zi bunaqa vaziyatni endi ko'pincha shunaqa bo'lar ekan. Shaxsiy qarashlarim, o'rganishlarim natijasida Istanbul xalqaro aeroportida Toshkentga qaytadigan reysda, Toshkentdan u yerga uchadiganda emas, Toshkentga qaytishda e'tiborli bo'lamiz va Urumchidan qaytishda. Urumchidan ko'pincha Urumchidan qaytishda men ham ko'rdim. Shunaqa. Va Dubaydan qaytishda shunaqa bo'ladi. Avtomobillarga ballonlar, juda katta gabaritli narsalarni olishadi va o'zlarini ba'zi yuklarini sizga berib, mevalarni asosan, onaxonga meva bor edi. Iltimos. Kasal onaxonimiz bor, o'sha onaxonga mevani olib o'tib bering deyshadi. Uzumlarni deyshadi. O'sha vaziyatda Mana shunday iltimoslarga rozi bo'lish qanchalik xavfli? Qarang, siz uni ochib ko'ra olmaysiz, uni ustiga o'rab tashalgan bo'ladi. Ichiga nima kirib chiqqanini siz bilmaysiz. Siz faqatgina o'sha tintuv vaqtida tergov itlari kelganda bilishingiz mumkin ichida nima borligini. Jackpot. Sizni yaxshi tekshirmasdan o'tkazib yuborishlari ham mumkin, muvaffaqiyatli bo'lib. Yo'q, tekshirishgan taqdirda ham u siz orqali o'tkazayotgan narsasi sababchi bo'lib qolishi noqonuniy bo'lmasligi ham Xuddi mumkin. shunaqa. Noqonuniy bo'lishi Hamma narsa bo'lishi mumkin. Men hammasi noqonuniy demoqchi emasman. Balki haqiqatdan ham masalan aytaylik, birinchi marta sayohatga chiqib bilmasdan cheklovlardan ham ko'prog'ini olib o'tib qo'yayotgan katta yoshli insonlar balki bordir-da, bo'lishi mumkin, lekin u kam. 100 tadan bitta. Asosan savdogar insonlar mana shunaqa o'zining tovarini olib o'tishga, noqonuniy olib o'tishga harakat qilishadi. Chunki masalan aytaylik, har bitta inson uchun qo'l yuki, misol uchun aytaylik 5 kilo, 8 kilo, 7 kilo belgilangan bo'ladi. Olib salonga olib kirib ketadigan bagaj. Bundan tashqari topshiriladigan 35 kilo. topshiriladigan bagaj asosan 25 kilo, 30 kilo, 35 kilogramm. Ba'zida o'sha agarda biznes klass yo'lovchisi bo'lsangiz, birinchi klass yo'lovchisi bo'lsangiz, bagajingiz 2 ga ko'paytirilgan bo'ladi. Ya'ni 2 hissa olib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha savdogarlar o'sha aytaylik mevalarni Dubaydan asosan o'sha bizda bo'lmagan noodatiy tropik mevalarni olib kelishadi O'zbekistonga Dubay orqali va o'sha vaziyatda aytaylik 30 kilogramm bo'lsa yoki 25 kilogramm bo'lsa, o'zlari bilan 80 kilogramm olishadi. Hamma 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 20 kilo qilib, siz masalan shunchaki sayyohsiz. Shunchaki bitta ryukzak bilan ketyapsiz. Siz orqali olib o'tib ketishga harakat qilishadi. Va ko'p vaziyatlarda o'zim ahamiyat berib qaraganman, oxirigacha ham qolib qaraganman. Deyarli 90-95% vaziyatlarda olib o'tib ketishgan, qolib ketmagan hech kim. Eng yomoni nima demoqchiman? Bunga aviakompaniyalarimiz, aeroportlarimizni o'zi ham yo'l qo'yib qo'yganda. Agarda ular yaxshilab oyoqtirib turib olishsa, bunaqa vaziyatlar bo'lmaydi. To'g'rimi? Qanaqa qilib masalan? Masalan, cheklov kiritildimi? Samolyotga o'tirishdan oldin har bitta odamga qarab bagajni o'lchansa. Istanbuldan qaytishimda bir martagina bagajimni o'lchashgan. 8 kilogramm o'lchashgan, 7 kilogramm chiqqan, yaxshi degan o'tkazib yuborishgan. Tushunasizmi? Samolyotga o'tiradigan vaziyatingizda. Ko'pincha o'tkazishmaydi, shuni qarab o'tkazib yuborishadi. Lekin kechirib qo'yasiz, samolyotni vazni cheklanmagan emas-ku. Yuk olishga mo'ljallangan. U qanaqadir bir favqulodda vaziyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Agarda har bitta odamga 35 kilogrammdan cheklov qo'yilgan bo'lsa, lekin har bitta odam 100 kilogrammdan narsa olgan bo'lsa, endi tasavvur qiling, samolyotning og'irligi qanaqa bo'lib ketadi? 150-200 kishida. Endi men bu darajada chuqur o'ylamagandim, ya'ni shunchaki misol uchun agar olib o'tishga iltimos qilib berilayotgan yukning orasida bir noqonuniy narsalar bo'lib, shunchaki olib o'tib bermoqchi bo'lgan inson bir javobgarlikka tortilib ketilishi xavfidan o'ylagandim, lekin oxirgi vaqtlarda samolyotlar bilan bog'liq aviahalokatlar ko'paygani uchun bu tarafini ham o'ylash kerak. Peregruz deymiz, bo'lishi mumkin u, peregruz. Endi xavfiga keladigan bo'lsak, to'g'ri xavfi bor. Bu narsachi hattoki o'zimizda Qozog'istonga o'tadigan chegaramiz bor-ku, Toshkentdagi. O'sha yerda juda ko'p kuzatiladi. Endi ko'pincha o'tib yuraman. Qanaqadir kichkinagina bir shokoladchani olishadi-da, magazinlarda sotiladigan, oddiy do'konda sotiladigan shokolad. Mashina navaramga olib ketayotgandim, olib o'tib bering deyshadi. Juda shubhali.
cho'nchigingizga olib o'tib ket degan fikr bo'lishi mumkin. Lekin nimaga olib o'tishmaydi shular? 3-4 donani kichkinagina shokoladni nomini aytmaymiz endi, olib olishadi-da. Mana shuni olib o'tib bering, navaramga olib oldim, bolam o'tkazishmaydi naryoqda deyshadi. Erib ketgan bo'ladi ko'pincha. Hayron qolaman. Qanaqa qilib? Eng qizig'i chegarachilarning yonida ham qo'rqmasdan shu ish qilishadi bular. Hamma bilib turadi demoqchi. Ha, hayron qolaman. Bilmadim, bu narsa bo'yicha mana yaxshi mavzu. Qarang, endi bu narsani men o'zim shaxsiy kuzatishlarim natijasida bo'layotgan narsalarni aytyapman. Bu bir taraflama. Lekin siz imkoni bo'lsa keyingi podkastlarga shu bojxona qo'mitasidan akamiz borlar-ku, Husan Tangriyev. Ha, ularni chaqirib suhbatlashsangiz, ayni muddao sababi cheklovlar qo'yildi yaqinda. Smartfonlarni olib kirishda cheklovlar qo'yildi. Bu yog'iga iPhone'ni olib kirishda, shunga o'xshagan qimmatbaho telefonlarni olib kirishda yaxshigina pul to'lash kerak bo'ladi. Aynan shu masalalarda bitta o'rtaga tashab podkast qilsangiz, menimcha hamma uchun manfaatli bo'ladi. Tushunarli. Va endi narx-navoga ham bitta to'xtalsak, endi to'g'ri eng arzoniga uchmaslik kerak deb eng birinchi tavsiyalaringizdan bo'ldi. Lekin baribir nisbatan arzonroqlar bo'ladi. Lekin baribir nisbatan xarajatlarni arzonroq qilish imkoniyati bo'ladi sayohatga chiqqanda ham. Sizni o'zingiz sayohatlaringiz o'zi qancha summaga tushadi odatda, qanaqa pulga tushadi va hozirgacha jami o'zi nechta davlatga borgansiz, umumiy xarajat qancha bo'lgan taxminan? Jami 14 ta mamlakatda bo'ldim hozirgacha. Ba'zilarida bir necha marotaba. Ha, bir necha marotabalab shunaqa nasib qilyapti. Lekin soni 14 ta davlatda. Soni 14 ta, shaharlar ko'p lekin. Lekin tan olib aytaman, bu narsani aytganimda ko'pchilik ishonmagan. Blogimda video qilganimda kulib tashashgan. Lekin hayron bo'lganman. Borini boricha aytaman. Qarang, kasb taqozosi 90%, endi 95-100 demay, 90% sayohatlarim tekinga tushadi. Mutlaqo. Ha. 14 ta mamlakat, mana 14 ta mamlakatni 14 tasiga ham bir marotabadan kamida bir marotabadan tekinga borganman. Faqat o'zimning cho'ntak xarajatlarimni hisobga olmaganda, ya'ni borganda qo'shimcha tushlik qilishim mumkin, kechki vaqt qorong'u qolishi mumkin, sovg'a salom yoki bo'lmasam boshqa yo'l xarajatlari, taksi xarajatlari, lekin borib olishim, mehmonxonam 90% vaziyatlarda tekinga tushgan. Nimaga? Qanday qilib degan savol tug'iladi. Jurnalistmiz, ommaviy axborot vositasi xodimimiz, bir nechta yo'nalishim bor, aytib o'tganimdek sayohat yo'nalishim yaqinda boshlandi. Undan avval asosiy sayohatlarim hozirgi kungacha bu #uz sahifam orqali bo'ladi, ya'ni IT blogim orqali. Ko'plab IT kompaniyalar murojaat bilan chiqishadi, olib ketaman, tekinga yoritib berasiz. Barter uslubi deyshadi. Hozir sayohatlar shunaqa bo'lyapti, ya'ni sayohatga olib boraman, sizga mana shunaqangi qiymatdagi, aytaylik 2000 AQSh dollari qiymatdagi mana shunday sayohat tashkillashtirib beramiz. Siz va mobilografingiz borib bizga mana shuncha kontent qilib berasiz, o'zingizning profilingizda mana shunchasini qo'yasiz. Barter asosida men manfaat topaman, sababi men bormagan mamlakatimni ko'ryapman. Va u yerdan kontent tayyorlay olyapsiz. Ha, lekin dam olyapman deya olmayman. Chunki sayohatga chiqqanda deyarli dam olmaganman. Hozirgacha dam olish uchun sayohatga oilaviy chiqqanman bir marotabagina. Unda ham Dubayga borganda, lekin kontent qilib qaytganman. Endi biz shunaqada, kasb shunaqa, dam olishga chiqsak ham tinch tura olmaymiz, kontent qilib qaytamiz, manfaatli bo'lsin deb va shu kontentlarni haligacha joylab kelyapman. Lekin haqiqatan ham tekinga chiqqanman ko'piga. Tushunarli. Shu bo'ladi. Mana Turkiya misolida aytaylik. Va bitta narsa Turkiya deganingiz esimga tushib qoldi. Eslaysizmi? O'sha Turkiyaga birga borganimizda kechki payt o'zimiz aylangandik, navbatdan tashqari va bitta ko'chaga kirib qolgandik. O'sha ko'chani boshlanishida juda qorong'i edi. Yarmiga borganimizda shunaqangi qorong'i bo'lib ketgan va bir неприятный, bir yomon hidlar kelgan. Endi xullas qo'rqadigan darajada, endi kechki payt soat 1, 11, 12 bo'lgan vaqtlar edi. Va mana shu ko'chadan o'tmasdan qaytib borganmiz orqaga, eslaysizmi? Esimda. Bizlar o'rtada savol turibdi. Mana shu yerdan o'taylikmi nari yoqqa yo o'tmaylikmi deb. Soat necha? Soat 12. 12. Turkiyadamiz. Shu yerda zavodlar, qanaqadir kemalar qabristoni, bandargohi. Mana bu yerdan o'tib olishimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Xudoning o'zi asrasin. Chuqurdamiz buni. Eng qizig'ini aytaymi? Sizdan keyin siz qaytdingiz, men yana o'sha ko'chadan qoldim. 2-3 kun qoldim. Airbnbdan o'sha o'zim uchun kvartira xarid qildim va 2-3 kun qoldim. U yerdagi meni Turkiyada ta'lim olayotgan do'stlarim aylantirishdi 1-2 kun. Birga ular bilan ana shu ko'chadan ishonasizmi, yarim kechasi ham, kunduzi ham 5 martalab o'tdik. Hech biz qo'rqadigan darajadagi ko'cha emas ekan. Lekin qarangda, yaxshi ko'cha ekan, to'g'risi. Yaxshi mavzuni ko'tardingiz.
xavfsizligiga qattiq e'tibor qaratish kerak chet elda, ayniqsa bitta odam bo'lganda, bitta o'zi bo'lganda. Men ko'pincha xorijga chiqib ketganda sheriklarim ko'pchilikda ko'pchilik, ya'ni qanaqa bittasi yoqqa chiqaylik desa bittasini qorni og'riydi, bittasi yoqqa chiqaylik desa bittasini boshi og'riydi, bittasi yoqqa chiqsa oyog'im og'riyapti deydi, bittasi bu yoqqa chiqaylik desa yo'q bu yoqqa emas, bu yoqqa chiqaylik deydi. Ya'ni o'sha vaziyatda o'zingiz chiqib ketib aylangingiz keladi. O'sha vaziyatda o'zim chiqib ketganimda ko'pincha mana shunaqa joylardan yurib qolamanda, lekin keyin bu narsalarni yig'ishtirdim. Sababi, masalan, biz borgan Barselona Yevropadagi eng xavfli shaharlardan bittasi. Eng ko'p o'g'rilik o'sha yerda kuzatiladi. Eng ko'p ishsizlik Barselonada, Yevropa bo'yicha shaharlar miqyosida va u yerda Barselona mahalliy aholisi emas, balki qochqinlar ko'p keladi u yerga Afrikadan. Aynan shular tomonidan sodir etiladi o'g'riliklar, qotilliklar ba'zi vaziyatlarda. Aynan shuning uchun ham inson bitta o'zi sayohatga chiqqanda farqi yo'q. O'zimizda viloyatga chiqsangiz ham, begona joyga chiqdingizmi, farqi yo'q. Bitta o'zingiz tavakkal qilib, bilmagan joyingizdan yurmaganingiz ma'qul. Xavfli ko'ringan joylarda. Xavfli ko'ringan joylarda. Qorong'u joylar, qanaqadir, masalan, biz ko'rgan ko'cha yoki bo'lmasam Istanbulning o'zi ham tasavvur qiling, mana Taksim ko'chasini bilasiz. Taksimdan Istiqlol ko'chasiga o'tganda kunduzi boshqa manzara. Tunda shishali, qimmatbaho do'konlar, butiklar, fast foodlarning hammasi oldi temir tushiriladi. Darvozalar bilan yopiladi, usti kraskalar bilan grafiti chizib tashalgan manzarani tasavvur hosil qilasiz. Va tunda boshqacha odamlar paydo bo'lib qolib, boshqa narsalarni taklif qilib yurishadi, bilasiz. Har baloni topsa bo'ladi. 1-2 marta o'tib ko'rganman va o'sha vaziyat og'ir aura. Kunduzi boshqacha, kechqurun boshqa. Shuning uchun oilaviy insonlar, ya'ni yosh bolachalar bilan, ayolingiz bilan misol uchun yoki bo'lmasam bitta o'zingiz bunaqa joylardan o'tmagan ma'qul. Sayohatga chiqqanda shunga e'tiborli bo'lish kerak. Agar ko'pchilik do'stlar bilan, masalan, 4-5 kishi bo'lib, yoki o'sha shaharni yaxshi biladigan, oldin borib yurgan yoki o'sha yerda tilini biladigan kamida odam bilan bo'lmasangiz yurmagan ma'qul. Chunki hamma narsa bo'lishi mumkin-da. Internetda ko'ryapmiz. Hattoki shunaqangi bitta narsa chiqqanki, endi hozir boshqa mamlakatlarda ko'rmadim. Amerikaga hali bormadim. Amerikada, Nyu-Yorkning o'zida emas, faqatgina Amerikada shaharlariga maxsus ilovalar chiqib qo'ygan. Ilovaga kirasiz va hozirgi vaqtda, hozirgi kecha kunduzda qayerda qanaqa jinoyatlar sodir etilganligini ko'rib turasiz jonli tarzda. Va o'shanda ko'rib chiqdik o'sha ilovasini qo'rqinchli. Masalan, siz mana shu yerda turibmiz. Orqa ko'chada yoki yonimizdagi binoda otishma sodir etilgan, bitta odam o'lgan. Shunaqa Amerikada shunaqa narsalar chiqib turibdi, tushunasizmi? Bloger ko'rsatyapti. Mana hozir deydi, biz o'tib ketyapmiz deydi, ko'chada ketyapti. Mana shu yerda o'g'rilik sodir etilibdi 15 daqiqa oldin. U yerda ma'lumotlari politsiya to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni chiqarar ekan, ya'ni nima uchun? Siz sayyoh bo'lsangiz, o'sha ilovani o'rnatib olasiz, qaraysiz, o'sha joydan o'tmagan ma'qul. Demak, o'sha xavfli joy. Juda ko'p jinoyatlar. Endi Amerikani o'zi bilamiz, tartibsiz. Juda ko'p jinoyatlar, juda ko'p bosqinchiliklar, talonchiliklar. Shuning uchun aynan mana shunaqangi ilovalarni ham izlanib, o'rganib, o'rnatib olib, foydalangan ma'qul xorijda bo'lganda. Tushunarli. Ehtiyotkorlik baribir yaxshi. Shunaqa. Emotsiyalar yaxshi, misol uchun bir o'zi yarim kechasi kimsasiz joylardan o'tish ham ba'zilarga vibe berishi mumkin. Misol uchun mana akamiz. Sayohatchi bu. Ular bilan aloqada bo'lib turamiz, gaplashib turamiz. Shinavandi inson. Butun O'zbekiston kuzatyapti shekilli hozir. Lekin ba'zida tavakkalchiliklarga men o'zim qilmagandim deb qolaman, o'zim ko'rib. Qilmagan bo'lardim deb qolasiz. Men o'zim bormagan bo'lardim deb qolaman. Hammaga emas bunaqa borish. Ayniqsa oilali bo'lgandan keyin, bola chaqali bo'lgandan keyin o'zingiz uchun emas, ko'proq ular uchun qayg'urar ekansiz. Ya'ni uyga eson-omon borishim kerak. Ularga ko'proq o'zimdan ko'ra ko'proq ularga kerakman degan fikr bo'ladi. Shuning uchun o'ylab qadam bosgan ma'qul. Tushunarli. Va sayohatchi bu hozir agar bizni ko'rib turayotgan bo'lsa, rostdan men bitta videolarda qoyil qoldim. Ya'ni o'sha Iroq hududidagi bitta shahar hali terrorchilar u yerda tozalanmagan shahardan o'tdilar. Terrorchilardan tozalanmagan shahardan bir o'zlari o'tdilar. Tavakkalchilik juda o'sha o'tishdan avvalgi videolarni qo'yganda ko'rib, o'sha Ramazon payti edi. Rostdan o'tib olganmikin deb ham o'yladim ertasigacha. Xuddi xayrlashuv, vidolashuv videosidek tuyuldi. Shuning uchun qoyilligin. Tavakkalni ham o'ylab qilish kerak. Tushunarli. Va navbatdagi savol, siz sayohatingiz davomida, hozirgacha bo'lgan sayohatlaringiz davomida yuzaga kelgan eng qiyin vaziyat va hech qachon esingizdan chiqmaydigan, sizga dars bo'lgan vaziyat. Menga dars bo'lgan vaziyat bu Koreyada bo'lgan vaziyat. Janubiy Koreyada. Janubiy Koreyaga borganimda Seul shahri. Shimoliga bormagansiz-ku?
Nasib bo'lsa boramiz. Xohlayman lekin. Yo'qda ham shunaqa muammo bo'ladi deb o'ylayman. Taom bilan bog'liq muammoga duch kelganman. Ha. Ya'ni endi ochiq aytaman, отравление bo'lganman. Bu aniq edi. Janubiy Koreya taomlari sabab. Ha. Birinchidan halol bo'lmagan taomlar, atrofingizni qurshab olgan. Masalan, 100% ko'chada ketyapsiz, 100% restoranlar bo'lsa, 99.9% halol bo'lmagan taomlar. Yoqimsiz bo'lgan taomlar, dengiz mahsulotlari, har xil 8 oyoqlar, shunaqa narsalar. Xullas eslasangiz ham boshqacha bo'lasiz. Lekin atmosfera umuman shahar, rivojlanganlik, odamlar, madaniyat, gap so'z yo'q. Chiroyli, zo'r. Masalan, Koreyadagi hamyurtlarimiz juda ko'p, Koreyadagi talabalar ko'p. Mendan xafa bo'lishadi-da. Unaqa edi, bunaqa edi, Koreyani yomonlayapsiz. Unaqa emas. Koreyani masalan madaniyatiga qiziqadigan yoshlarimiz ko'p. Shunchaki agarda yaxshi sherik bilan bo'lmasangiz Koreyada, boshingiz devorga uriladi taom masalasi. Taom masalasi. Ha. Biz turgan joydan ancha uzoqroqda bo'lgan turk taomlari, o'zbek milliy taomlari bor. Koreyada ko'p. Topsa bo'ladi. Halol taom buyurtma qiladigan ilovalar bor, lekin baribir bilmagandan keyin qiyin. Birinchi marta borishdi. Ha, koreys tilini bilmasangiz juda qiyin. Chunki Koreyada ko'pchilik aholi ingliz tilini bilmaydi. Xitoyda ham, Koreyada ham xuddi shu vaziyat. Vyetnamda ham shu vaziyat. Vyetnamda hattoki men hayron bo'lganim, aholi ingliz tilini bilmaydi uncha, rus tilini biladi. Ruschada gapirsangiz tushunadi, ruschada gaplasha oladi. Chunki endi Vyetnam baribir Rossiya o'sha sobiq Sovet davrida ularga ancha yaqin bo'lgan. Shuning uchun ular bilan qanaqadir ma'noda yaqinroq hamma tomonlama, lekin ingliz tilini ko'pchilik bilmaydi. Xitoyga borganimda menda ham o'tgan shunaqa holat bo'ldi, ya'ni taomlarida juda qiynaldim. Taomlari endi borgan joyini yomonlash yaxshi emas, odamlari umuman zamonaviy. Yo'q, bilmaganimiz bizning aybimiz aslida. Yo'q, rivojlanish yaxshi, zo'r. Misol uchun oldimizga ham o'sha kafelarga kirsak ham bir kosa emas, bir nechta kosalarda, bir nechta laganlarda ovqatlarni har turidan qo'yib tashlaydi. Achchiq souslari bilan. Lekin haligi ovqatni qani endi biz mintaqada yeb yurgan ovqatlarimizga o'xshamaydi, yeya olmaymiz. Shuning uchun faqatgina guruch non shunaqa narsa joy kelsa aytib ketaman. Kerak bo'lsa turk milliy taomlarini ham O'zbekistondagichalik Turkiyada tayyorlashmaydi. Shunaqangi O'zbekistonni bilmayman, balki mahsuloti bilan bog'liqdir. O'zbekistondagi taomlarni mazasi zo'r, haqiqatan. Tan oling, masalan, chekka bitta viloyatdami yoki qaysidir chekka bitta kichkina oshxonasiga kirsangiz ham qorningiz to'yib maza qilib chiqib ketasiz. Mazasi zo'r. Boshqacha bo'ladi ovqat. Boshqacha bo'ladi. Har bitta istalgan bitta xonadonga kirsangiz ham moshxo'rda tayyorlab berishsa, boshqacha bo'ladi-ku. To'g'ri aytyapsiz. Lekin chet elda, masalan, Gruziyada yurganda ham qiynaldik. Qimmat restoranlarga kirasiz, taomini ta'mi boshqacha. To'g'ri, bu narsani to'g'ri aytdingiz siz. Ya'ni biz chet elga borib o'zi mehmon bo'lib turib, ularni yomonlashimiz noto'g'ri. Bu narsa o'sha ba'zi blogerlarimiz bilan ham kuzatildi. Mehmon bo'lib turib, ularni yomonlab qo'yib, keyin ozgina Mittimi Qirg'izistonga borib qaytishda yomonlab kelganini aytyapsizmi? Hamma bilib bo'ldi-ku buni. Yo'q, endi yo'q, ko'pchilik boshqalar ham. Yo'q, endi ular boshqalar ham bo'ldi. Sharoitda emas, bularga yaratib berilgan sharoit ustidan kulgandek taassurot uyg'otishdi. Men nima demoqchiman? Xorijga borganimizda biz mehmonmizmi, ularni madaniyatini, ularning yashash tarzini, qayerda nima joylashganligini va kerak bo'lsa tilini bilmasdan borishimiz bu bizning aybimiz. Biroz bo'lsa-da o'rganib ular o'zbek tilini o'rganib bizni kutib o'tirishga majbur emas-da. Osh qilib qozonda. Ha. O'shaning uchun qayerga boryapmizmi aniqlashtirib borishimiz. Koreyaga o'rganmasdan borganman. Shaxsan shunaqa bo'lgan. Va endi sheriklarga ishonib borganman. Sheriklar ham menga ishongan, hamma bir-biriga ishonib qolgan. Lekin yo'q, yaxshi maza qilgan joylarimiz bo'lgan Koreyada, videolar qo'yganman. Lekin aksariyat hollarda qiynalib qolganmiz ovqat masalasida. Ogoh bo'lib borish uchun aytayapman shunchaki. Bu nolish emas. Tushunarli va ba'zi ko'pincha valyutani ayirboshlash shoxobchalardan ayirboslanadi. Xorijga borganda ham baribir o'sha dollarni o'sha mamlakatni pul birligiga aylantirib olinadi. Lekin ko'pchilik aeroportda yo'q almashtirib oladi. Shu qanchalik xato? Aeroportda kurs sal balandroq bo'ladi ko'pincha. Turkiyani miqyosda olib qarasak, misol uchun aeroportida juda qimmat kurs, lekin shaharda endi hozir boshqachadir bilmayman. Yo'q, hozir ham shunaqa yaqinda bor. Shahar markazida yurganimizda kurs anchagina chiroyli edi va anchagina yutganmiz, tejab qolganmiz. Boshqa davlatlarda-chi? Boshqa davlatlarda ham shunaqa, vaziyat shunaqa, lekin ayrim mamlakatlarga borganda o'sha bizni kutib oladigan odamni o'zi aytadi. Kurs bir xil, almashtirib olinglar deydi. Ba'zi vaziyatlarda bo'ladi bu narsa. Endi mana shunaqangi muammolarga duch kelmaslik uchun tavsiya etaman. O'zbekistonning o'zida hozir shukr har bitta bankimizda istalgan valyutani topsa bo'lyapti.
topsa bo'ladi. Masalan, Ispaniyaga ketayotgandim. Ispaniyada masalan dollar ishlatishmaydi. Dollar ishlamaydi. Yevro kerak. Yevro bo'lganda ham 50-100 yevroliklardan foydalanishmaydi ular. Mayda ber deb turib olishadi. Shuning uchun mayda qilib oldim. Buning uchun bankka kirdim shunchaki, so'm kartamni berdim. Menga mayda 1 yevrolik, 2 yevro, shu mayda yevrolar qilib berishdi. Kerak bo'lsa tangasini ham berishadi. Imkoniyat bor. Ketishdan avval ozgina naqd pul mayda choy-chaqa uchun, boshqa narsalar uchun olish kerak. Bundan tashqari Visa, Mastercard degan narsalar chiqdi. Ochib olish kerak bo'ldi. Ochib pulni tashab ketish kerak bo'ldi. Masalan, Xitoyda ham Alipay degan ilovasi bor. O'shaning ichiga kartangizni kiritib qo'yasiz. Masalan, istalgan bitta do'konga kirasizmi, kafega kirasizmi, Alipay orqali ochib, xuddi bizda PayMe klikka o'xshab QR kod orqali to'lov qilib ketaverasiz. Ular karta ham ishlatishmaydi Xitoyda. Naqd pulni o'tmasa bo'ladi. Visa, Mastercardni ishlatmaslik ham hozir tosh davriga qaytishdek gap bo'lib qolyapti. Lekin ular ishlamaydigan mamlakatlar ham bor. Masalan, hozirgi kunda Rossiyada, Belarusda afsuski ishlamaydi. Rossiyaga borganimizda qiynaldik, karta o'tmaydi. Karta xalqaro o'sha integratsiyadan uzilgan, bizning viza kartamiz yo'q. Endi bu ham vaqtinchalik narsa, lekin barcha mamlakatlarga borgandek bor, hamma yoqda ishlatsa bo'ladi. Tushunarli. Hozirgacha borgan mamlakatlaringizda, sayohatlaringiz davomida o'zingiz haqingizda kelgan xulosalaringiz, o'zingizni qanaqa insonligingizni kashf qildingiz o'zingiz uchun? Qiyin. Bu narsani hali o'ylab ko'rmadim. Lekin bu narsani o'ylashda ChatGPT dan foydalansak bo'ladi. Yordamchilaringizdan. Yana qanaqa qilib? ChatGPT meni hamma kirish-kirim biladi, misol uchun. Qayerga boryapman, qanaqa kontent tayyorlayapman, nima so'rayapman. ChatGPT ga shunchaki kirib turib, istalgan odam ancha muloqot qilgandan keyin, men bilan anchadan beri gaplashding, men haqida qanaqa fikrdasan? Qo'rqmasdan meni tanqid qil, qanaqa kamchiliklarim bor? Nima e'tirozlaring bor menga? Men o'shani to'g'rilasam, mukammal, komil inson bo'laman deb savol bersangiz, ChatGPT uyalmasdan tanqid qiladi. Agar sal yumshoqroq bo'lsa, yana ham urishishingiz kerak. Yo'q, men tayyorman. Men seni urishmayman, seni tanqid qilmayman. Sen meni tanqid qil, yaxshilab desangiz, bu narsani sinab ko'rdim. ChatGPT keltirib berdi har bitta narsani. Va o'sha keltirib berganlariga ishonchli ma'lumotlar. O'zingiz ishonyapsiz. Ha, mana aytayapti ChatGPT. Telegram bot ochamiz deb aytgan, masalan, menga aytayapti. Sen dotib punktual emassan dotdi. Ya'ni ChatGPT menga shaq tanqid qilyapti. Sen dotdi, men bilan qanchadir vaqt oldin Telegramda bot ochamiz deb va'da berib, boshlaganding ishni. Shu ish qolib ketdi. Oxiriga yetkazmading. Bunaqa ishlaring ko'p, sana beraymi dotdi. Yo'q, doma. Keyingisi desam, menga aytdi. Sen dotdi salomatligingga rioya qilmaysan dotdi. Nimaga desa, menga dotdi kechasi 2 da ham murojaat qilasan dotdi. Ertalab 5 da ham dotdi, obedda ham. Sen men qachon uxlaganingni bilmayman dotdi. Uyqu rejiming buzilgan. Rejiming yo'q dotdi. Sen o'zing o'ldiryapsan dotdi. Keltirib beradi. Va dotdi menga noliyapsan. Men bu narsalarda noliyapsan dotdi. Bu narsa hammasi asabdan, stressdan, uyqusizlikdan kelib chiqadi dotdi. Tushunasizmi? ChatGPT bizani to'g'ri yo'lga ham boshladi. Endi men hozir qarang, ko'pchilik hozir men o'zi ChatGPT va shunaqa sun'iy intellektlarni aslida qarshi tomonim, fikrlarim juda ko'p. Lekin aynan suhbatimiz shunaqa bo'lib ketyaptiki, plyus tomonlarini aytaman, lekin qarshi tomonlar ham bor. Endi ularga to'xtalib o'tmoqchi emasman, chunki juda ko'pchilik gapiryapti, lekin plyus tomonlari ham bor. Yomon narsadan ham yaxshi maqsadda foydalansa bo'ladi. Hozir juda qiziq bo'ldi men uchun ham. Men ham ancha o'sha chiqqan paytdan beri foydalanaman va sinab ko'raman. Hozir qani men haqimda qanday xulosalar berar ekan, qanday tavsiyalar berar ekan va bizni kuzatayotganlar ham sinab ko'rishsa, fikrlarini keyin izohlarda yozib qoldirishlari mumkin. Qanaqa natija chiqdi. Boshqalarga ham qiziq bo'lishi mumkin. Tushunarli. Va keyin yana bir savol va bu savolni ko'nglingizga olmaysiz, umid qilamanki, chunki uzoq yillardan beri do'stmiz, aka-ukadagimiz va hozirgacha misol uchun otangiz doimo yoningizda edi, lekin sizning hayotingizda yangi davr boshlandi. Ya'ni endi otangiz yoningizda emas. Va agar ular bugun yoningizda bo'lib qolsalar va bittagina so'z yoki bittagina gap aytish imkoniyati bo'lsa, ularga nima degan bo'lardingiz? Endi bitta narsa gapirish qiyin-ku. Gapirmasa mayli-da, eshitardim. Faqat. Chunki o'shanda oxirgi vaqtlarda o'sha betob bo'lib yotib qolgan vaziyatlarda o'sha 47 kun yonlarida bo'lishga harakat qildik endi, reanimatsiyaga kirishga, boshqaga. Kirganimizda bitta bo'lsa ham so'z kutib yotdik-da, eshitdik-da, endi yotgan odamdan nimadir gap gapirsalar ham biz uchun anaqa edi. Shuning uchun gapirmagan bo'lardim. Gapirmasam ham mayli-da, faqat eshitgan bo'lardim. Endi uning iloji yo'q va Allohning izniga qarshi chiqolmaymiz. Hamma narsa yaxshilikka va o'ylaymanki, hozir betdan ko'ra yaxshiroq joydalar. O'sha narsa meni xursand qiladi faqatgina. Va o'sha paytdagi depressiyadan, stressdan qanday chiqib ketdingiz? Oson bo'lmadi. Yo'q, oson bo'lgani yo'q, oson bo'layotgani ham yo'q, lekin harakat qilinyapti. Ya'ni endi har masalan
bitta joyda uyda turganingizdan keyin uyda masalan adam o'zlari uylarni ta'mirlab hamma ishlarni qilganlar, uyga har bitta burchagiga, har bitta nuqtasi, har bitta shu kerak bo'lsa izolentasi o'sha simlarga o'rab qo'yilgan eslatib turadi-da. U narsadan voz kechib bo'lmaydi. Har kuni ertalab chiqaman, masalan, avtomobilimni har kuni yuvib qo'yardilar adam. Artib tozalab, kechki tayyor qilib qo'yardilar, men haydab chiqib ketardim tayyorga. Masalan, moshinam hozir chiqib qarasangiz ahvolini ko'rasiz. Ya'ni mashinani yuvishgacha, artishgacha yetib kela olmayman, ishlarimdan ortib. Uyda endi tartibni adam saqlab turardilar. Endi tartib ancha izdan chiqqan. Shu bu narsa qiyin o'ziga kelish. Odam lekin kuchliroq bo'lish kerak, odam yaqinlari uchun ham birinchi navbatda. Chunki avvalambor o'sha erkak kishi bo'lib, oilada eng kattasi bo'lib qoldim. Oldinda hali shu vazifalar, tasklar ko'p. Ularni amalga oshirish kerak, kuchliroq bo'lish kerak va lekin har bitta narsada fikrim o'tadi. Mana shunaqangi bu narsani nimadir ish boshlayapmanmi? Nimadir qaror qabul qilish o'zimda qolib ketdi-ku hamma narsa. Uyda nimadir o'zgarish qilamanmi? Adam nima qilgan bo'lardi deb quloqimga tegdi, shu gaplari keladi-da. Mana bunaqa degan bo'lardilar yoki bunaqa demagan bo'lardilar deb. Chunki eng katta maslahatchim adam edilar. Nafaqat meni, balki hamma do'stlarimni, bizlarni uyda bordi keldi ko'p bo'lardi do'stlarim bilan. Sinfdoshlarim, do'stlarim, afsuski sizga nasib qilmadi shu bordi keldi qilishimiz uyda oilamiz bilan ana kelib ketish. Qaysidir xorij mamlakatdan kelayotganimizda kelganimiz bo'lgan, lekin uyimizda mehmon bo'lish ko'p nasib qilmadi sizga, lekin Xudo xolasa endi bu yog'iga bo'lsin. Lekin hamkasblarimiz Sarvar, Amirxon ko'pchilik yaxshi xotiralar bilan eslashadi hammasi. Chunki yaxshi motivator, maslahatgo'y edilar. Chunki adam ham menga o'xshab hamma sohaga qiziqib ketganlar, endi mendan ko'ra ko'proq. Har bitta yo'nalishda xabarlar bor edi va siyosatdan ham boshqadan ham shuning uchun maslahat so'rardim. Nimadan bo'lsa, uyga kelib, kamida har kuni yarim soat nechida kelishimdan qat'iy nazar uxlamasdan kutib olardilar. Bugungi kun siyosatini tahlil qilardik. Trampdan tortib, o'sha Rossiya, boshqa mamlakatlarda bo'layotgan zilzilalar bo'ladimi, hamma mavzuda xolis tahlil qilardik, fikrlarini aytardilar, qanaqadir mozgoviy shtorm bo'lardi uyda, brainstorming qilardik va yaxshi loyihachi edilar. Nimada bo'lsa ham chizib plan qilib berish bo'yicha adamdan o'rganganman hamma narsani. Uyni loyihalashtirish bo'ladimi, ofisnimi, ofisimizga biz TV kelib ko'rgansiz-ku, to'g'rimi? Ofisimizni ta'mirlash. Adamning maslahatlari bilan qilganman hammasini. Lekin adamning o'zlari bir marta ham mehmon bo'la olmadilar. Har ofisimizda masalan kafe restoranga borganda u yerda olib kirib ko'rsatib ketaman deyman-da. Qarayman, qizim yig'lab qoladi, boshqa bo'ladi, uyga ketamiz, keyin adam bir olib kelaman deyman, lekin ta'mirdan chiqqandan keyin ham bir marta ham natijasini ko'rishga olib kelish nasib qilmadi. Shu tavsiyam hammada shu nimadir reja bo'lsa qolish kerak. Ertaga qoldirish kerak emas. Istalgan narsada, istalgan yo'nalishda. Ba'zida ko'ramiz, atrofimizda ijtimoiy tarmoqlarda otasiga yoki onasiga bir qo'pol munosabatda bo'layotgan yoki yetarlicha mehrini, vaqtini ajratmayotgan insonlarni ko'ramiz. Bu xoh ma'naviy tarafdan bo'lsin, xoh moliyaviy tarafdan. Mana shunday insonlarga nima tavsiya bergan bo'lardingiz? O'zim ham shunaqa bo'lganman katta qismda. Chunki asosiy vaqtim ishda, sayohatda o'tgan. Endi sayohat deganim nima desa bo'ladi? Sayohatda bo'lgan vaqtim bog'lana olmay qolganman, ko'pincha qo'ng'iroq qo'ymasdan boshqa. Bu narsalardan afsuslanardim. Istalgan odam afsuslanadi bu narsa boshiga tushganda va ko'p narsa mana ko'ramiz, og'aynilarimiz, ota-onasi, qarindosh urug'dan ajralganda, hamdardlik bildiramiz, tushunishga harakat qilamiz, lekin baribir foydasi bo'lmas ekan. Bu narsa boshingizga tushganda, ko'rganda his qilar ekansiz va boshqalarga his qildira olmas ekansiz ham bu narsani. Ya'ni men hozir ming xil gap bilan gapirganimda ham foydasi yo'q bu narsani. Hech kim his qila olmaydi, boshidan o'tmagan bo'lsa. Bu narsani boshdan o'tishini kutib yashash shart emas ekanda. O'shaning uchun istalgan yo'nalishda, istalgan narsa g'animat. Faqatgina ota-ona emas, yaqinlar, do'stlar, o'zini salomatligi ham g'animat. Masalan, men bugun sog'lommanmi, nimadir qilmoqchiman, qilishim kerak. Masalan, aytaylik, adamdan keyin mana shunaqa narsa bo'lib qoldi. Uyda masalan oyim nimadir yegis kelsa, nimadir yegis kelishi aytmaydi hech qachon. Nimadir mana bunaqa ekan-a deb aytib qolsalar yoki nimadir video Instagramdan tashlab qolsalar, qaraymanda oyim yegilar kelgandir deymanda, olaman o'sha narsadan. So'ramagan bo'lsalar ham. Aynan mana shu narsani o'zimiz ham xohlashimiz mumkin-da, masalan, o'tirib nimadir ko'nglingizdan o'tadi-yu. Voy, ana narsa zo'r ekan-a deb. Qurbingiz yetadimi? Halolmi? Qilish kerak. Ertaga shu narsa bo'lmasligi mumkin, qurbingiz yetadigan darajada bo'lgan yoki qurbingiz yetmayaptimi? Harakat qilishingiz kerak o'sha narsaga. Masalan, yaxshi avtomobilda yuraman deb niyat qildingizmi?
masalan men hech qachon avtomobil faqatgina o'sha transport deb qabul qilganman o'zim uchun. Oddiy mashinada yuraman har doim, lekin havas qilardim, havas bo'ladi har doim. Endi shu narsaga o'ylaymanki, qurbim yetdimi, otamga sovg'a qilish nasib qilmadi. Shu oyim bormilar, oyimni shunaqa mashinada aylantirib yurishim kerak man. Masalan, havas qilgan mashinangizni. shunaqa. O'shaning uchun hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. O'sha narsani ertaga qoldirish kerak emas. Nima bo'lsa ham. Hozir harakat qilish kerak. Vaqt kutib turmaydi-da. Tushunarli va mana shu oxirida aynan bildirgan fikrlaringizni sayohat butun o'sha suhbatimiz davomida bo'lgan sayohat mavzusida ham aytsak bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik sayohat qilishi endi bir qariganimizda hech bo'lmasa bir ziyoratlarga borib kelarmiz, hozir sayohatga nima bor, ishlaylik degan fikrlarni aytishadi ko'pchilik. Yo'q, unaqa emas. Hozir qariganimizda yaxshi yashashimiz uchun pul yig'mayapmiz-ku. Hozir bola chaqamiz uchun qilyapmiz-ku, yig'amiz. Nima qilsak ham-da. To'g'ri, endi hozir uylangungacha masalan o'zingiz uchun qilasiz, uylangandan keyin oila bola chaqa qilasiz, lekin o'zingiz uchun qilmaysiz hech narsani. O'sha mana ota-ona bo'ldingizmi, ota-onangiz ketdimi, o'sha bo'ldi. Siz faqat farzandlaringiz uchun yashashni boshlaysiz. Ular uchun uy qilib qo'ydi deysiz, ular uchun nimadir qilib qo'ydi deysizda. Lekin sayohatga chiqa olasizmi yo'qmi? Mayli, vaqtingiz yetar, farzandlaringiz o'sha sizni sayohatga olib chiqa oladigan darajada yetar. Masalan, men hozir shukr qilaman, adamni masalan 2 marta sayohatga jo'natdim. O'sha vaqtni kechiktirganda o'zim kechira olmasdim balki-da. Qarshilik qilganlarda ham jo'natdim-da. Lekin hozir masalan imkonim bo'lishi bilan men oyimni yuboraman har qayoqqa. Imkonim bo'lishi bilan olib boraman, chunki erta afsuslanmaslik uchun. Imkonim bo'lishi bilan oilam bilan boraman. Imkonim bo'lishi bilan o'zim boraman. Chunki mana bunaqa narsada oddiy misol bitta bloger tushuntirganda, qarang, siz sayohatga chiqib ketganingizda bir hafta, masalan bir hafta men Ispaniyada bo'lib keldim-da. Ketishimdan oldin siz masalan aytaylik, misol uchun siz bilan men suhbatdamizku, o'zaro gaplashsak, siz ovoza dasturini qilib yuruvdingiz, ishga borib kelib yuruvdingiz. Qaytib kelgandan shu ishdan qotgan bo'lasiz. Aka keldingizmi o'sha deysiz. To'g'rimi? Aka borib keldingizmi? Bir pastda deysiz. Men uchun bir hafta bir umrli taassurotlar bilan qoldi-da. Mana kechagida esimda. Masalan 5 yil oldin yoki 20 yil oldin borgan Qozog'istonga qilgan safarlarim ham kechagida esimda. Emotsiya kallada qoldi, miyada. Uni faqatgina nimadir ko'ngilsiz, baxtsiz hodisa bilan miyadan o'chirib yuborish mumkin yoki o'lim bilan. Lekin o'lim bilan ham menimcha bu narsalarni olib ketamiz o'zimiz bilan, balki. Bilmadim. O'zimiz bilan olib ketadigan narsa faqatgina o'sha emotsiyalar, qilgan amallarimiz va emotsiyalarni ham olib ketsak kerak deb o'ylayman. Yaxshi amallar, chunki xotira qoladi-ku baribir kelajakda narigi dunyoga borganda ham taniymiz-ku yaqinlarimizni, to'g'rimi? Shuning uchun o'ylaymanki, faqatgina yaxshi amal bilan, yaxshi taassurot bilan, yaxshi hissiyot bilan yashashimiz kerak. Men bu masalan telefonimni almashtirish imkoniyatim bor edi. Yo'q dedim. Safarga deb yig'yapman, misol uchun. Yo'q, safarga chiqib kelgandan ko'ra deyman. Telefonim hozircha yetyapti, imkoniyat. Ishlab turibdi. Ishlayapti. Shunaqa yashashimiz kerak. Imkoniyat bo'ldimi? Men qarang, ko'pchilik yetadi. Aka, imkonimiz yo'q-da, bo'lsa qaniydi? Sizga gapirish oson-da, siz imkoningiz bor deydi. Unaqa emas. Masalan, qo'shni viloyatga chiqish imkoniyati bor-da, kamida. Hech bo'lmaganda. Hech bo'lmaganda qo'shni davlatga chiqib kelish imkoniyati bor-ku bu hafta, yakshanba kuni, misol uchun. Bir kun ishxonangizdan javob so'rang. Sizni ishingiz to'xtab qolishi mumkin, lekin sizni bo'shatib yuborishmaydi. Bir kun kasal bo'lib qoldim deb aldab, yaxshilik yo'lida, oilangiz uchun yolg'on gapirib, bilmadim to'g'rimi yo'qmi, ruxsat so'rab, oilangiz bilan chiqib keting, tirbandlik bahona qilmaslik uchun deyman, haftaning o'rtasida. Chiqib ketib oilangiz bilan tog'ga chiqib dam olib kelsangiz bo'ladi. To'g'ri, men gapirib, men ham shu ish qilmayotgandirman oilam bilan, balki. Lekin qilishga harakat qilaman. Qilish kerak, aylanib kelish kerak. Bitta mastava ichib kelish mumkin bochkaga chiqib. Hech bo'lmaganda bu ham sayohat. Siz miyangiz tozalanadi, boshqacha bo'lasiz. Elektrichka 15 ming so'mmi, 10 ming so'mmi bilmayman qancha, 7,5 ming so'mmi. To'g'ri olib boradi eshagan tagiga, bochkaga. Oddiy misol. Lekin imkoningiz bo'lsa 200 dollar, 300 dollar, 400 dollar pul yig'dingizmi, Sharmal Shayxga dam olib kelsangiz bo'ladi. Ishoning, hech bo'lmaganda uyda yurgan vaziyatingizdan ko'ra boshqacha atmosferasi. Dengiz bor. Boshqacha odamlar bor. Ko'rib kelish kerak-da. Tushunarli. Bu hayotga kelgan har bir inson, demak, sayohatlar bilan ham hayotini bir go'zallashtirishga harakat qilish kerak. Shaxsan men bu xulosaga endi chiqqan sayohatlarim ham, misol uchun bu xulosaga kelishimga sabab bo'lgan bo'lsa va shaxsan sizni, men yaqindan biri o'sha sayohatchi Abu va boshqa umuman sizni qatoringizdagi travel blogerlarni kuzatish orqali ham sayohatdan bir boshqacha motivatsiya olinadi degan fikrlar mendan ham o'tyapti va o'zim chiqqan sayohatlarim davomida ham har safar shu xulosaga kelyapman. Va
boshqalarga ham tavsiya qilamiz. Bu suhbatimizni aynan sizlarda ham, dunyoqarashinglarda ham mana shunaqa o'zgarishlar paydo bo'lishi uchun tashkil qildik. Ya'ni bir marta keladigan hayotda shu aytganimizdek, hech bo'lmasa qo'shni mamlakatga, hech bo'lmasa bir oyda bir toqqa chiqing, bir faqatgina bu hayot pul topish, katta farzandlarni katta qilish va bir kun o'lib ketishdan iborat emas-ku, to'g'rimi? Odam o'zi uchun ham yashash kerak-ku. To'ppa-to'g'ri. O'zi uchun, yaqinlari uchun. Menimcha shu narsa asosiy narsa. Tushunarli. Shunaqa narsa borki, so'rasa Xudo yetkazadi. So'rash kerak, harakat qilish kerak. Yo'q ekan deb o'tirursa, yo'q bo'laveradi. O'sha narsa yo'q-u, mashina keyingi oy sayohatga chiqaman, qattan bo'lmasa topaman desa, Xudoning o'zi yetkazadi, bilmay qoladi. Bilmay qoladi. 100% sinalgan, sinab kelyapti va shunaqa bo'ladi ham menimcha bundan keyin ham. Tushunarli. Va o'sha boya aytganimdek, sayohat qilinglar, salomat bo'lasizlar deyishgan va Sayohat TV Instagram sahifasiga ham, mayli TikTok sahifasiga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa bugungidek foydali ma'lumotlarni tinglab borishinglar, ko'rib borishinglar mumkin bo'ladi. Katta rahmat, xush kelibsiz. Sizga sovg'am bor edi aytgancha, sayohatdan olingan. Bu Xitoydan xo'p. Endi sayohatga chiqib, siz ham odatlandingiz sayohatga chiqishga. Xo'p, bu nima? Nima deb o'ylaysiz? Soatmi? Qani beringchi ko'ringchi o'zingiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu ana shu hozir aytaman. Boya suhbatda avvalida aytganingizdek, sizni 7-8 million ko'rilgan eng ko'p podpischiga olib kelgan videoingizdagi, ya'ni yer sharni boshqa tarafdan ko'rinish deb o'ylayapman. Yo'q. Top qo'ydimmi yo'q? Bu suvenirroq narsa desa ham bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Qarang, yaxshilab aylantirib qarang, tepasini, pastini yaxshilab qarang. Buni ilib qo'yilar ekan demak. Ilsa ham bo'ladi, qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Hop. Hop. Xullas topamadingiz. Yer sharini yuqoridan ko'rinishiga o'xshagan. Yoningizda tangiz yo'qmi? Tangi operatorlarimizda albatta bor. Har doim syomkada boshlaymiz desa Iltimos tangi qilamiz. yo'q deyishardi. Rahmat aka. Berib turing. Qani shunaqami? Yo'q, berib turing. Qaysi mamlakatga chiqqan bo'lsangiz, o'sha tangalardan olib kelib so'q qo'yaverasiz, shu yerda yig'iladi. Mana adam har doim pul olib kelib berardim, adamga tangalar, valyutalarni olib kelib berardim va har bitta parvozimdan shu qog'ozchasi bo'ladi, passatishni talon deydi. Yirtib kelingan passatish talonni saqlab qo'yardim. Aynan shu narsani bir niyat qilgandim, adamga shunaqa sovg'a qilaman deb. O'zimga ham oldim yaqinda, sizga ham sovg'a. Menga nasib qilgan ekan, rahmat. Ichiga tangalaringiz yig'asiz. Xullas esdalik. Men o'zi qaysi chiqqan mamlakatimdan hech yo'q mayda kupyuralardan olib qo'yardim. Uni yig'adigan narsasi ham bor. Pulni soladigani ham bor. Boyaga passatishni salonni soladigani ham bor. Xudo xolasa nasib qilsa niyatim bor. Sayohat shop degan do'kon ochish, ya'ni internet do'konmi bilmadim. Aynan sayohatga oid mana shunaqangi tovarlarni sotadigan. Xudo xolasa agarda ochsak, nasib qilsa shunaqa narsalarni topsanglar bo'ladi, arzon narxga. Eng muhimi bu ana erta-betda yotadigan narsalarni jamlab ko'rinadigan qilib qo'yadi-da. Kelgan odamlarga ham, ha, bu mana davlatniki ekanda, shunaqa bo'lar ekanda deb ko'rib olishga imkoniyat. Endi tangalar ham olib kelaman o'zim bilan chiqqan davlatlarni, xudo xolasa. Albatta olish kerak. Katta rahmat va Rahmat. Sayohat mavzusi bo'lgani uchun, yurtdoshlarimiz uchun, tomoshabinlarimiz uchun qisqa anons. Xudo xolasa navbatdagi podkastimiz O'zbekistondan bo'lmaydi, Yaponiyadan bo'ladi. Yaponiyada bir necha yillardan beri istiqomat qilib kelayotgan vatandoshlarimizdan biri bilan bo'ladi va men ham sayohatga ketyapman keyingi haftada. Yaponiyadagi o'zbekistonliklarning hayoti va Yaponiyaga borayotgan o'zbekistonliklar nimalarga e'tibor berish kerak degan savollarga bir javob oladigan suhbat yoki podkast ko'rinishida bir dasturlar tayyorlab kelamiz. Uni ham aynan Jasur Rahmon YouTube kanalidan topishingiz mumkin bo'ladi. Sizga katta rahmat, xush kelibsiz. Rahmat. Ko'proq pul oling Yaponiyaga. Rahmat, salomat bo'linglar. Vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat hammaga.